Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. Yeni bir qatımlıq uçuq söhbət proqramımızı görüşünlərini qızğın qarşı alımız. Mən Abdullah Yalğun. Qadirli görmələrimiz, həmmələr məlum bolğandak uçuq söhbət proqramımızda millətimizə dair hər xil mövzularda, məyli siyasi bolsun və ya ki başqa ictimai şəkildə bolsun, xilma-xil sahələrədəki mütəxəssislərimizni, cəmiyyət rəhbərlərimizni, alimlərimizni təklif qılıb xilma-xil mavzularda söhbət edib berib kilovatımız yıllardan bu yan. Şunun cümlesinden biz Allah günü elanımızda bəgəndək bugün toxtalmaqçı olan temimiz bütün dünyanı özününki vəhimiz bilan qaplığan, milyonluğan insanlar bunun səbəbindən ziyanğa uçurğan, ölgən, virusqa yuqumlanğan şəkildə dünyanı balaq bulub qaplığan Xitay virusu haqqında. Elbette bundan burunmu xil mütəxəssislər bilan hər xil onun siyasi cəhətdəki, iqtisadi cəhətdəki təsirlərini paranlaşqan bolduq. Bugün inşallah yeni bir məzgil bir Türkiyədə biz yaşayotgan Türkiyədə biraz normallaşqıl edib tuğan vaxtımızda tuyuqsuz yükselişki başlayan və dünyada Avropada ciddi bir şəkildə ikinci dolqunğa kirdi deyilatqan şəkildə köpəyib ketiyotgan Xitay virusu balası haqqında. Bunu biz bilməyən, anlamağan nöqtələrini bilən iki mütəxəssisimiz bilan paranlaş üçün ekranlarda turubdumuz. Bugünkü qiymetlik mehmanımız hər ikilisi bu iş sahaniki adamlar bolğan. Birincisi Doktor Nametcan Mehmet, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medisina Fakültesi oxutucusu. Şundaqla yana bir aziz mehmanım Doktor Mağfirat Abdüveli, İstanbul Səhiyyə Bilimləri Üniversitesi oxutucusu. Hər iki mehmanımla ziyaretimizi qabul qılğanlıq üçün köp rəhmət edimiz aldı bilən. Rəhmət sizlərə. Sizə rəhmət. Allah razı olsun. Qadirli görmələrimiz, proqramımız naq meydandan taqidli otudu. Ekran aldı çıxıb duruyatqan numurlar arqılıq proqramımızға alaqadar arqandaq fikir təklif, suallarına bolsa yolu şunlarını ümid qılımız. Şundaqla köplügən xeyirləşirimizdən faydalanış üçün həm bəhrləb qoyuşunu, həm unutulmağaysılar. Biraz aldı bilən keçirim sorayımız biraz keçikib qaldıq saat 4-də dəb elan bəgəndik. Texniklik məsələlərdən biraz keçikişib qaldı. Ondan sonra proqramımızğa kirib gəlsək, proqramımızdan mavzusunu hörmətli mehmanlar Xitay virusunun ki siz anlamağan tərəfləri dedik hamdı. Biz əlbəttə bundan burun məyli Doktor Mağfirat bilan bolsun, Doktor Nametcan bilan bolsun bu haqda fərqlıq mavzularda virusun başlanğıcında söhbət edib bağan. Bugün həm də fərqlıq nöqtələrdən bugünkü halımızda paranlış əldə oldurubdumuz. Aldı bilen Doktor Mağfirat Abdüveli'den başlasam. Bugün Xitay virusunun ikinci Avropada bulup mu Avropada şiddet bilen örülüşüge ergeşip Türkiye'de mi yükseliyordu hazır bu sanlar günden günge. Ama ikinci dolqonga kirdi degan gaplar buluyordu. Xitay virusu ikinci dolqonga kirdi mi? Bununki ifadesi nima degan bu savoldan başlasam. Merhamet. Assalamu alaikum. Hemen şu vakti hayırlı olsun. Bu koronavirüs hemen biz bildiğimizdek hazır dünyada 45 milyon yetti. Yani bunun içinde 33 milyon insan yaşlandı desek mi 11-20 milyondan artık insanlar hazırlıkça davalanıvatıdı. Yani biz bilmegen yine kançılık insanlar koronavirüsten yukumlandı onu bilmeyimiz. Bunun içinde 99% otur derecede yukumluş olsa bununki 1% ağır derecede kesinlikle yani kesinlikle Katar'a kirdi. Yani şu 10. ayının 30. gündeki bir günlük koronavirüs vakasını elip etsek 573 bin kişi koronavirüsle ağrıptı. Bunun 7500'i vefat etti. Yani koronavirüs Türkiye'de mi burun nait köp bulup aralıkta azalgan oturçu 373 bin 154 kişi koronavirüsle ağrıqlı hazırgıca. 322 bin kişi yaxşılandı desek mi 10 binden artıq adam yine de vefat oldu. Bu 30. sıradaki haber qarğanda 2322 kişi isel 78 kişi vefat oldu. 1700 kişi yaxşılandı. Ama bu san hazır haqiqi san değil olmaydı. Çünkü hemmeden ki koronavirüs oğalının hemmisi doktorxanaga barmaydı. Hem bağalının içinde mi hem sizinki beyazının dağır vurup doktorxanadan qaytırıp atkan boğaçka bu sanın içi kirmeydi. Belki bula şu ağır derecede kesinlik ahvalı ağır bulup doktorxanada haqiqi yatqanlığı buluş mümkün.
Hatta biz bazı doktor bilen birlikte işleyotgan boğaçka surayımız bazı doktorxonada mançu yüzlep san rakamı diye vaqtida şunun da insaflagan vaqtimizda bunun da neçesi köp buluş mümkün. Hem de Türkiye'de dünyanın başka yerlerinde 4. ayda yukarı çekki etken. Bular Türkiye'de 4. ayının 10. günü 93'e bu kisel bilen bu vaba bilen yuqumlangan bolgan. Onundan keyin azayıp hatta emmimiz bilginimizde mingdan tüven yani 9 neçe etrafıga düşken. Ölüş nispetimi tüvenligende. Hazır hem bu nihayetli süratte köpeydi. Bulapma İstanbul'da burunqadan 5'e bütün Türkiye'deki kasallikninki %40% İstanbul'dayken burunqadan 5'esi köpken. Bunun içinde mesela Küçükçekmece, Bayrampaşa qatarlıq seriyer degendek yani okşaş 5 tane yerde bu kisel en yukarı nispetine geldiği hem de hatta mütehassıs bunu bu dalga ya dolkun emas tsunami deb tasvirlavatıdı. Tsunami. Yani bu ikinci dolkunga hakikaten kirdi. Yani hazır yeni başlanışı bu. 11. 12. ayda takım yukarı pellege çıkış mümkün deb şu mütehassısının deyişçe bu şunda bir en yukarı pellege yetişi mümkünken onun üstüge hem zukam hem üstünki nefes yolları yuqumlaştırma kış faslida takım bek çıkıdığan boğaçka bu koronavirüsle bunu ayırmak mı ters oldu? Hem de hazır tsunami halde deb tasvirlediğini qarğan vaqtida bunun keyinki yükseliş takımı yuqur basqıçga yetiş mümkün. Mesela men neçe ay ilgari korona virüsüyle yuqumlandım degan yaqinlarimdan bek anglamagan bir iş kelendim başka. Hazır bizim işleyotgan xizmatdoshlarımızdan başlap yaqinlarimizning nurg'unisini anladım hem de etrafımızga keldi endi bu. İkinci dolqun deb qarasak bo'ldi şunu. Tushun. Rahmat, hamda hozir bu deganingizda hamda biz yashayotgan Turkiyada bo'lib İstanbulda en ko'p. Ama bunun yükselişiga kundan kunga sonlarning kuchayishiga, ko'payishiga qaramasdan kishilarda shunday bir xil mayli Turkiyaning o'ziniki mushadagi yerlik xalqlar bo'lsin bir xil diqqat burunqidek masalan diqqat qila olmaydigan ko'chalarda masalan bugungi kunga ham masalan maska taqmaydigan yoki ijtimoiy orliq saqlash bu ishlarga bizning xalqimizning ichida jiq diqqat qilmaydigan va hatto virus burunqidek hozir xil bir mazgil o'tgandan keyin kuchini burunqidek kuchli emas, kuchini biraz yo'qotib hozir bir xil insonlar buni kunib qolibdi deydigan bir xil tushuncha jamiyatda mavjud endi. Buni qanday qaraysiz? Kuchaydimi haqiqatan virusning? Virusning ölüş nispeti, öldürüş nispeti, insanı öldürüş nispeti sel azaldı. Lekin ma yaqinqi nimani istatistika qarasak, yine sel ko'paygan holat 70 nechadan o'layotdi har kuni. Endi biz bilmagan deganimga o'xshash nurg'un odam doktorxonaga bormagan. Burunqidan shu yerni boshlanganligida qaragan vaqtida kuchi biraz azalgandek ko'ransizmi? Amaliyotda buningki bu virusga og'rigandan keyin darhol o'ngishilib tamamen yaxshilab ketmaydigan yaxshilandi degandirmi? İkinci qatim yana qaytilish ehtimoli bor ekan. Hem bilek a'zoliga ta'sir qiladigan ahvol bo'lganligi uchun buni umumyuzlikcha nimadan elib aytgan vaqtda o'lish nisbatini hisobga olmay, yine bunu bek azaldı deganim bo'lmaydi. Hem de bu insanların Türkler olsun, başka milletler, Uygurlar olsun, diqqat qilmasligining sababi mi? Bazıları dastlabda bu kasallikni, bu vabani anlatgan vaqtida, tushundigan vaqtida bu zukam o'xshash nima qilib ketadi, hayotimiz immunit shakllanib bo'lgandan keyin qayta qo'zg'almaydi, qo'zg'alsimi, nayti asallam o'tib ketadi, o'tkazib bu kasallik degan gapni jiq degan bo'lg'achqa ba'zi kishilar hozirgi statistik dunyoda bo'layotganligiga diqqat qilmayotdi. Yana bir tarafdan kunab qilish oldi. Burun bir ish kadam chiqqan vaqtida hammamiz uyimizdan sirtqa chiqmay ashtaqib ketgan-ku, hozir nurg'un odamlar hamda jirmon oldigan ish bo'lmay qolib qolsa, maska taqashimda qolib ketmaydigan. Endi men Anadolu tarafda yaşaganligim uchun mayadici qadamlar maska taqaydi ekan, televizorda ko'rsam, shu qarshi tarafda Yevropada nurg'un odamlar maskasiz yana. Onun üstüge hem de Uygurlu olsun, Türklü olsun, belki edimgeçlikimiz, belki insanlık emimiz. Şu toy töküm, ziyaretle, nurgun aşında faaliyetle azalmağanlık için şu bu kisel muştan köp bulavatıdı. Emniyette hem de bu bizge hakikaten ziyanlık. Ötken 2002 programda ben sözlü gentim şu
Bəzi hatta rəxtdən başlap kiyim-kecheklerimiz, yani tümür, yağaç, şunda qanchalik vaqt bu koronavirusninki turalaydiganligi, kasal paydo qiladigan holatda turalaydiganligini degan. Buningga diqqat qilmayotganlar. Yaqinqi statistikaga qarasak, maqola qarasam, hatta Avstraliyaninki doktorlari tadqiq etgan, shu somkada yanchuqimizdami 20 kun aşında nima qilar ekan, chunki qorong'u yerda nima qildi ekan, uzun turalaydi ekan bu virus. Şuna qorong'u uylarda yashaganligi bakroq xatarlik ekan. Şuna men aftab sening deb nima qildik, kun tushsin uyga deb. Şu somkada biz şu telefonlarımızı, başka narsalarımızı pulunu olsun selip qilgan bo'lg'achqa somkaga, yanchuqqa. Şunu bu 20 kun turdi ekan. Mesela shunda qo'llarimizni yuvib maskani taqgandan keyin yine şu somkaga yine sağan narsalarni darhol qayta ishlatamiz, burunlarimizni, og'zimizni, ko'zimizni tutamiz. Buningdan yine yuqumlanish nisbati yine yuqori bo'ldi. Xo'sh. Hakikaten dikkat qilish tegishlik masala hamda parvosizlik deganingizdek bizdami bormi, shu atrofda yashayotgan muhitdami bor. Qarindoshlarimizning dikkat qilishini umid qilamiz, tavsiya qilamiz. Burunqi sizlar o'tkazgan suhbatga deganingizdek virusninki har xil jismlarda qancha kun turdiganligi buni ko'rmaganlar bo'lsa, uningga bir ko'z yugurtishini umid qilamiz. Doktor Namatjon, sizdan endi şu an bilgan barliq axborotlarda bilgan xabarni ko'radigan har qanday inson biladi. Endi yuzlagan kishilardan bahs qilmayotimiz endi. Har kuni bir davlatning ichida 20 minglab, 30 minglab, 40 minglab hatta shunday darajada viruslar yuqumlanayotgan, yuzlagan kishilarning har kuni 24 soatning ichida o'layotgan shakldagi xabarlarni kun anglayotimiz endi. Nurg'un davlatlarda ko'chaga chiqish cheklamalari yuz beryotdi, yo'l qo'yotdi. Hamda Yevropadagi bu darajada yuqumlanishninki ko'payib ketishi bir aqlam sababi nima buningga? Hammayla bilimiz hozir Yevropada olsun, Osiyada olsun, boshqa davlatlarning hamma yerda hozir bu kasallikning soni oshib bordi. Bularmi Yevropada shiddatlanib oshib beryapti. Buningki bir qancha sabablar bor. Bu sabablarning birisi Yevropadagi xili ko'p davlatlar başka devletlerle o'xshashlam karantin yo'l qo'ygan. Nurg'un faoliyatini cheklagan, maktablarni etgan. Lekin yaqinqi mezgilda asosan bu karantinni amaldan qoldirdi. Faoliyatlar asosi eslak aytish boshladi. Endi maktablar ochilishga boshladi. Bularning hammasi shu kasalliklarning olib ketishidagi sabablar. Masalan, tunungi bir xabar o'qidim men, mush Belgiya bilan Chexdagi kasalliklarning ko'payishida sababda shu maktablarning ochilishgan. Maktablarning shu yesliydan taki universitetgacha ochilgandan keyin maktablarning ko'pinchisi, undan keyin shu 11 ming atrofidagi kasallar hammasi maktabdan chiqqan ekan. Hamda bu Yevropadagi kasalliklarning oshib ketishiga muhim sabablarning biri debdi. Ikkinchisi karantin. Turkiyada o'xshash karantin amaldan qolgandan keyin kasalliklarning yuqum nisbati yuqorilab ketdi. Ondan keyin kishilar karantin mezgillarimiz uyda turdi, ish pushda siqildi. Endi sayohat boshlab ketdi. Yevropada o'xshashlar. Sayohat jonlangandan keyin odamlar ko'p yerga beradigan, undan keyin Yevropada umumlashgan partiya degan narsa bor. Yosh bolalar bo'lsin yoki oilalar bo'lsin bir yerga to'plashib muzika nimada ko'ngil yerlar to'plashgan. Ular asosiy ichilishga boshladi. Onun için yani bir mühim sebeplerden birisi şu test qilishsaniki eşimi mühim bir sebep. Avrupa'da o'xshash, Turkiyada o'xshash dastlabki vaqtga qaraydigan bo'lsak, test qilish soni ozdi. Lekin keyingi mezgilda test qilish soni bek ko'payib bordi. Turkiyada ham shu. Test qilgan son ko'paygandan keyin nurg'un odamlar o'zida alomatlari bo'lmay turibmi bu kasalliklardan yuqumlanganlar bor. Bazı adamlarda alamet bozma doktorxona bormaydiganlar bor. Şunlaşqa mesela bir adam yuqumlansa, şunun bilan aloqaga adamni avtomatik sistemaga ala oladi. Turkiyada mashunda. Unda bo'lgandan keyin ularni test qiladi. Test qilgan vaqtda ashlarning ichidami yuqumlanganlar chiqadi. Bu bir muhim sabab bo'ldi. Şunlaşqa Yevropadagi asos sababni yig'inchoqlaydigan bo'lsak, birisi shu karantindagi bo'shgandan keyin hamma odamlarningki ish tushib sayohatga boshlashi, ikkinchidan to'plashib faoliyat yoki ko'ngil so'rovlarga yig'ilishi,
Üçüncüsü mekteplerin açılışı, dördüncüsü şu test saniki köpişi. Muşların hemmesi Avrupa'daki korona Xitay virusuniki eş bitişke sebep olan amillar dep qarsak buldu. Hoş. Köp rahmet emdi bu cevaptan hem şu köpeyip ketayotgan virusni sanininki eşip ketayotgan sanlarga qarab insan zihniga shu narsa kelmay qolmaydi hamda. Xitoy virusi paydo bo'lgan, Xitoyning uvusi bo'lgan shu Xitoyning o'zida yoki bo'lmasa umuman masalan sharq tarafda deyli, sharq g'arb taraf Yevropa davlatlarini desak, bu yerda bunchalik ko'payib ketib bu tarafda biraz sanninki az ko'rsatilishi virusning o'zining tuzilishi yoki qurilmasida biraz farq bormi masalan u yerdagi kishilarning vujudida mavjud bo'lgan virusning tuzilishi yoki qurilmasida bir xil farq bormi yoki o'xshashmi bu virus? Sanininki az yoki ko'p bo'lishida nurg'ulg'an sabablar var. Birinchi sabab aslında Xitoyninki sanni oshkor qilishida nurg'un davlatlarniki gumon bor. Ham aniq qo'ydi. Bundaq nupusi ko'p bo'lgan. Onundan keyin tunji qatim mushahada paydo bo'lgan bir kasallikniki bundan az bo'lishi mumkin emas deb, hatto ba'zan mutaxassislar buni taxmin qildi. O'lganlarning soni 1 milliondan oshgan bo'lishi mumkin Xitoyda bular yoshiryotdi deb. Endi bu ayrim tartishilgan masala. Xo'sh. Nurg'ulg'an davlatlar Xitoyga o'xshash haqiqiy sanni oshkor qilmayapti. Masalan, nurg'un odam deydi, Amerika kontrol qilmaydi, Amerika qo'yibdi deydi. Qarasangiz haqiqatan Amerikaniki chiq. Hozirgacha birinchi o'rin turdi. Kasallik soni olsun, o'lish nisbati olsun, kunlik nisbati olsun. Lekin bu yerda bir narsani unutib qolmasligimiz kerak. Haqiqiy sanni qanchalik oshkor qiladi, bu muhim masala. Masalan, Xitoyda chiqdi, lekin qarasangiz hozir Xitoyniki asosan bek az, yo'q hisobda. Ashunday bo'lishi mumkinmi? Onundan keyin dunyoda nüfus en ko'p bo'lgan davlat bir. Ikkinchisi Hindiston qaragan bo'lsak, Hindistonning shunda hozir tizlashib ketib bordi. Endi Hindiston bilan Xitoyniki nüfus qaragan bo'lsak, dunyo bo'yicha eng oldingi davlatlar. Shunlashqa mana bu sonnikilik az ko'plik qarab turib, bavermek yoki bunga muloyiz qilmoq biroz to'g'ri bo'lmaydi. Ammo virusniki xarakteri yoki shakli o'zgarmaydi demaslik kelgan chog'da mush 5-yil e'lon qilgan bir maqola bor. Bir tadqiqot institutiniki buningda virusni ikkiga ayirgan bular. Birinchisi Sharqiy Osiyo virus tipi deb shakli deb, yana birisi Yevropa tipi degan bular. Bu tipida ama Yevropa tipiniki mush yuqumlishi Sharqiy Osiyodagi tipi qaragancha bekrak tiz bo'ldi deb, undan keyin mikrobiologiyalik qurilishniki o'xshash olmaydiganlik to'g'risida tadqiqot qilgan. Buni qiziqqan ko'rarmanlar bo'lib qolsa internetda arashtirsa chiqadi. Bu qurilmasiniki o'zgarib turayotgan to'g'risida hozir qadar nurg'ulg'an talash tortish va ham nurg'ulg'an olimlar bu to'g'risida o'zining fikrini o'tirib qo'yadi. Bu virusning shakli rayonlar qarab, davlatlar qarab o'zgarib turdi ekan. Bu intayin xatarlik deb. Nima uchun xatarli degan vaqtida agar bu virusning shakli haqiqatan mana shunday o'zgarib tursa, vaqt kelib qolsa yasab chiqqan vaksin butkul dunyoga ishlatkili bo'lmaydigan ahvolga kelib qolishi mumkin. Chunki ularning shakli o'xshamaydi. Bunda bo'lgancha hamma davlat o'zininki davlatida mavjud bo'lgan virusning xarakteriga qarab yasab chiqish majbur bo'lib qoladi. Hozirgacha bu to'g'risida izlanayotgan nurg'un olimlar tadqiqot elib beryapti. Bizningki qo'limizga rasmiy bo'lgan e'lon bo'lgan birdan-bir maqola hozircha shu men boya deb o'tib ketgan 5-yilda e'lon bo'lgan shu Sharqiy Osiyo Xitoy virusi turi va Yevropa turi deb ikkiga ayirgan. To'g'ri. Ko'p rahmat. Degan oldek haqiqatan qurilmas farqli bo'lsa, hamda yana vaksina masalasi kelganda yana ayrim paranglashamiz bu masalani. Hamda doktor Mag'firat xonim, bir qitim yuqumlanib bo'lgan, burun kasal bo'lib bu Xitoy virusi aniqlanib chiqqan bir kishi saqayib chiqdi. Uning keyindan ikkinchi qitim uning yuqumlanish ehtimoli bormi yoki bu qandaq? Bir qitim yuqumlanib saqaydi deb chiqqanlarning ichida ikkinchi qitim kasal bo'lganlar bor. Hatto men tunuydiganlar ichidami bor. Turklima bek chiq nima qildi mendan. Şunun içinde mi 2 qitim bo'lganlar bor. 3-cü qitimini ko'rmadim. Chunki bu bağışıklık bağışıklık sistemasi qazanadi degan bilan onunkidan ayta aciz bo'ldi ekan.
hem diye bana keselle ağırgalı da immunitlik gücü tabi halde acizlap giderken. Bunda olgandan keyin immunitlik gücü acizlagan keyin ikinci qatim ya üçüncü qatim yine buluş ihtimali var ki. Hatta meni etrafımdan birisi ikinci qatim yine ağrıp ikkilen bulaptı to'g'ri bizning xizmatdosh yine boshqa birisi. İkinci qatim ağrıp üçüncü qatimlikning ihtimali var çünkü nima kasalga qarshi turish kuching nihoyat va tuvallab ketibdi deb ashta dedi deb nima qilgandim ama Uyg'ur davlatninki to'g'risini tavsiya qilib nima qildim. Shuning uchun endi bir qatim o'ngshalgandan keyin aslo bo'lmayman deydigan ish yo'q. Burunga qarashdi bu. Bir qatim o'sha nima qilib qo'ygandan keyin koronavirus yaxshilangandan keyin ikkinchi qatim bo'lmaydi hozir. Bo'lganligini qildim. Xo'sh. Rahmat. Qadrli ko'ruvchilarimiz, savolinglar bo'lsa yozsanglar bo'ldi, program jarayonida inshaalloh so'rashga tirishamiz. Endi shu Xitoy virusi bilan yuqumlanib mayli saqaygan bo'lsa, virus bilan yuqumlangan bir kishi yoki bu virus inson badanidagi qaysi a'zolarga, ya'ni mangulik bir iz qoldirdi, ta'sir qildimi, shu qoldirdi, bu haqda bir to'xtalib bergan bo'lsangiz. Burun o'pkaga, yurakka, jigarga, börekka ta'sir qilganligini chiqarganki hozir endi shu oshqozon osti bezig'ini ta'sir qildi ekan. Ba'zi nima kasallar og'rigandan keyin diabet kasali bo'lib qolish ehtimoli bor ekan. Yoki bo'lmasa diabet kasali bo'lgandan keyin kasalni texnik yig'irlashtirib o'tadigan ishda bo'ldi ekan. Undan boshqa mingiga ta'sir qilganligini bayqabdi. Hatto 10 yil bo'ldi qirib ketish ehtimoli borligini, Parkinson degan o'xshash ba'zi kasalliklarning paydo bo'lish nisbatini orttirib o'tadi ekan bu. Shu hatto o'tganda birisi yana menga shu xabarni qildi. İkinci qatim koronavirus bo'lgandan keyin hatto o'zining nima ish qilganini bilmay boshqa yerga bordim deb boshqa yerga berib boshqa ishni qildim deb boshqa ishni qilib selib undan keyin birdan keyin esi kelib o'sha qilgan ishim bor ekan. Shunga endi shu nimada bu kasalda shu saqayib ketgandan keyin masala yo'q deb tushunib qolmasak bo'ldi. O'pka, jigar, börak, oshqozon osti bezi, minga deganda kasal a'zolarga ta'sir qilsa, undan keyin yana qanday tadqiqot chiqadi, uni bilolmaymiz. Uning ustiga alomatlarimi bek farqli chiqyapti. Burun qisma, undan keyin nafas qilish degan o'xshash quruq öksürükdagi hozir masalan og'izdagi tam sezgilning yaxshi bo'lmasligi, og'iz qurish, ba'zining bo'g'iz og'rish, bosh og'rish, halsizlanish, undan keyin puroqsizlikni yo'qotish degan o'xshash. Hatto o'tganda bu badanlarga ushoq mudur chiqadigan, shunday qichishadigan ahvollargacha shuning hammasi chiqyapti. Shuning uchun ham bu kasallikning alomati boshqa ustungi nafas yo'llari yuqumlanishga o'xshaydigan shaklda bo'lmaganligi uchun nihoyat hushyor turishga to'g'ri keldi. To'g'ri. Ko'p rahmat haqiqatan immunit kuchi masalasiga inshaalloh programmamızın davamı diyene to'xtalamiz, diqqat qilish tegish qanday narsalarga kerak diqqat qilishimiz kerak degan temalarda. Endi doktor Namatjon hamda shu balkim yerlik biz yashayotgan Turkiyadan bo'lishi mumkin. Kishilar bo'lib men hamda shu atrofimdagi Uyg'urlardan shu virus hatto shu doktorlik İstanbulda ishlayotgan ba'zi doktorlarimizning deyishicha bizning ishimizdan nurg'un kishilar yuqumlanib qolganligini hamda bu bir xil ayibdek hamda ismi Xitoy virusi bo'lgan ekan. Bu demay o'zining normal ishini qilib doktorxonada pozitiv chiqqan bo'lsa-mu, uning keyindan o'zining normal ishini qilib, uni boshqalarga demay yuradigan, yoshiradigan masalalar va bu ish hamda. Buni biz albatta diniy programmalarimizda bunday yoshirishning bir jinoyat ekanligini olimlarimiz so'zlagan bo'ldi. Bu haqda sizning bir fikringizni olsam, nimishqa bu yoshirdi, nimishqa bunday yoshirishga qanday qaraymiz bunga? Aldı bilen bunu kesip yetiş gerek. Bu keselini yoşuğallık başkalarına ziyankeşlik, zehir belgenden başka. Zehir belgemden okşaş. Hiç kandak farkı yok. Hoş. Bu keselini yoşuruştan ameliyat hiç kandak acıtı yok. Her kandak bir keselini. Çünkü bizde vakal temsil var. Keselini yoşursan ölüm aşkarı dep. Hoş. Ağır bu kesel üzülen ketmeydi o. Yokumlagan kesellik. Üzündeki ailesindeki başkalarına yuqturdu. Onun üstüge bunu ben muacık anlayan, ola şu bizden qarindaşlarımızdan işte bekrek çıkken, yuqumluk qasımı doktorxana barmaydigan alametli bolsunmu. Hatta berip pozitif çıksımı hiç kim demeydigan.
Demeyi öyle otas yani meyle. Lekin bular yana o'xshash burunqidek faoliyat davom qilganlik. So'rovlar berganlik, to'y to'ygun berganlik, undan keyin yaqinlar bilan berish kelish qilganlik, qo'shnilar kirib chiqish qilganlik. Bu ash qo'shnisiga, yaqinlarga zarar bergan bilan o'xshash. Sizlar ko'rgan bo'lishinglar mumkin, shu Turkiya chiqqan xabar bor. Bir yosh cho'ng ayol, 80 yoshli ayol. Bir ash nezirga berib 160 adam yo'qdi. Bir ayol. Yani 160 adam muş sebep bir ayol sebepten yuqumlandı bu kesildi. Ayşe oylab baksak burada bizning ron qarindoshlarimiz yo'q deb qanday yuqumni bilmez ki mümkün. Belki shunda o'zining kesilini yushugan qarindoshlarimiz yo'q deb qo'ygan bo'lishi mumkin. Bizning millatda ashunda bir psixologik mesele var. Kesilni haq demaydigan, odat kesili bo'lib qolsin demaydi. Vatanda shu o'sim kasallikka giribdor bo'lgan odamlarga haq demaydi hargiz. Amerika olib qoldi bu demaydigan. Boshqa kasal olsin degil olmaydi. Ya bu mijozim yo'q bo'lib qoldi, anda o'tgan, manda o'tgan nim bo'ldi, sargiz degil olmaydi. Buni biz ko'rib tashlatishimiz kerak. Chunki kasal deganda biz o'zimiz xohlab ilib olgan narsa emas. Ular yuqumli kasallikni qanday yuqqanini biz uqmay qolamiz ba'zi vaqtda. Shunlashqa buningga yo'shirmay darhol doktorga berishimiz kerak. Ya bo'lmasa atrofimizga bizdan ko'rishimiz esa aniq deyish kerak. Men kasaldan yuqumli qoldim, ko'rishmay turdim, men saqaygandan keyin ko'rishlaydi. Endi bu aniq jinoyat. Agar buni qonun bo'yicha agar azib qolsa, uning jazosi bor. Bilib turib boshqalarga shutgan. Ayni vaqtda shu HIV AIDS kesli yamragan vaqtda tunji qatmida Xitoylar biz vatandan ayrılışıp ketdik keyin. AIDS o'g'an odamdan chet qoqadigan, undagi night eskedem deb qaraydigan, unda bo'lgandan keyin qanday qilsa, shu AIDS o'g'anlar umi yuqumli kasallik, lekin ma Xitoy virusi qirgan chaqda yanılar diqqat qilsa aslida oldirib chiqmaydi. O'zining qanilib ko'chaga chiqib haqqi o'g'an qanday. Samomu shundan yuqumli deb. Endi bu hozirgi bizning da'vatga ahvol shundan hech qanday farq yo'q. Uningdan vahim. Ana hech bo'lmasa jing'ini qanday elib ko'chada o'g'onni ko'z haq qochidi o'zini qo'g'daydi. Lekin meningda hech qanday sharti yo'q kirib qarnishga yuqtirib işte. Shunga agar o'zimiz bir musulmon desak, o'zimiz men bir uyg'ur desak, qarindoshimiz ko'yniman desak, buni qiladigan ish emas. Qarindoshlar qattiq qilmaslik kerak buni. Ko'p rahmat. Hakikaten güzel bir nuqtaga diqqat tortdingiz. Hakikaten endi qarindoshlar biz isimli qilish uchun nechilagan program o'tkazdik, ya'ni biz musulmon bo'lish sutimiz bilan bu va bundan boshqa normalda Namachan doktor degandek boshqa bir yuqmaydigan bir kasalni demaslik boshqa bir masala hamda xijilib bo'lsin hamda. Agar yuqumli bo'lmagan bo'lsa, uning o'rni boshqa bo'ldi hamda. Bugun hamda bu boshqalarga yuqadigan bir balo bo'layotgan bir kasalni shunday bir har xil tushunchalar bilan yo'shirish deganimizdek dinimizdan masalan hatto shunda bo'lib qolgan bo'lsakmi, mushu kasalda o'lib ketsa-mu bir mu'min uchun shahidlik darajasini beradiganligini Allohning mayli bu va yoki har qanday bir vaboda mu'min uchun rahmat ekanligini, kafir uchun azob ekanligini nurg'ulg'an hadislarimizda so'zlanganligini so'zladik. Olimlarimiz ogohlantirdi bunga. Bu masalada haqiqatan diqqat qilishga tegishli masala. Xo'sh, endi vaksina masalasiga kelaylik. Bugun jiddiy bir shaklda har qaysi dunyoning har qaysi davlatlarda ba'zilari chiqib tajriba shaklida ijro qilinyapti, sinov qilinyapti. Vaksina masalasi kun tartibida hamda jiddiy buni talash tortishlar bo'lyapti. Bu tunji qatimliq chiqqani bexatar yo xatarlik degandek shaklda. Biz shu hozir sinov qilinishga boshlangan shu vaksinalarningki bexatarlik darajasi qanchalik shuni bir bilib baqsaq sizni. Her qanday yeni chiqqan vaksina olsun yoki dorilar bo'lib qolsa, uniki xatiri bor. Bu aniq. Hech qanday ham bu %100 bexatar demaydi. Xo'sh. Shundan bo'lib hozirgi Xitoy virusiniki vaksinasiniki bexatarligi texnik to'g'ri deb qaraymiz. Nima uchun desangiz, bir vaksina ishlab chiqarishda bosqichlar bor. Birinchi bosqich shu tajribaxonada ilib berildi. Ikkinchi qatimda hayvonga tajriba qilindi. Hayvan tecrübesinden önemli netice algandan keyin insonlarga başlaydı tecrübeni. İnsanlarga başlagan vaqtimizda birinchi, ikkinchi, uchinchi qadamda 3 qadam bor. 4 qadam odatda, lekin 3 qadamdan o'tsa odatda qabul qilindi yoki ruxsat qilindi. Bu shu FDA deb Amerikaniki shu yemaylik va doriga ijozat bergan va asosan
dünyadaki varlık doğru olsun, vaksina olsun köpüncüsü aşağıya tisintiriş, aşağıda ruhsat alındı. Yani bu Amerika'daki FDA'niki ortalama hesaplaganda yeni bir vaksin yoki doğrunu ishlab chiqarish uchun normal vaqtda 5 yildan 20 yilgacha vaqt ketadi deydi. Lekin alayid ahvol bo'lib qolsa, bu bosqichlarni qisqartirish bo'ladi deb, masalan, hozirgidek ahvol asida odamniki o'lishiga sabab bo'lgan tez suratda eshib berayotgan yuqumli soni bunday bo'lib qolsa qisqartirish bo'ladi degan. Lekin qisqarsimi unchalik qisqartib bo'lmaydi. Nima uchun 5 yildan 20 yilgacha deysiz? Masalan, bir virus var. Hozir boshqa insonlarga hujum qilayotgan. Bu virusga tadqiqot boshlashdan burun sen eng ozgina 2 yil mush virusning tadqiqot qilsa tajriba qanday? Qanday virus? Buning qurilmasi qanday? Buni tamamen tajribaxonada tadqiqotda o'tgandan keyin onun hayvan tadqiqot qo'ysan deydi. Hayvan tadqiqotda necha ay sürsünmü? Lekin inson kelgan vaqtimizda birinchi basmoqda, ikkinchi, uchinchi basmoqda her bir basmoqdagi olgan vaqt o'xshashmaydi. Masalan, birinchi basmoqda bir qancha oyda tuyish mumkin. Ikkinchi basmoq kelganda bir qancha oyda 2 yilgacha davom qildi u. Uchinchi basmoq kelgan chaqda 4 yilgacha davom qildi odatda. Masalan, hozirgi vaqtimizda 1 yil ichida ba'zan davlatlar biz vaksin ishlab chiqardik dedi. Mesela Rusya e'lon qildi, Xitoy ishlab chiqarib bo'ldi, tayyor bo'ldi dedi. Lekin Rossiyaga sizlar diqqat qilgan bo'lishingiz mumkin, Dunyo sayyohat tashkiloti ruxsat qilmadi. Biz ishonchsiz vaksin deb. Nima uchun desangiz, shu vaqtda qaraydi. Ular balkim FDA'ning deganiga o'xshash va alayida ahvol deb nurg'unlagan ahvoldan atlab o'tgan bo'lishi mumkin. Yoki tajribadagi qilish tegishli bosmoqdagi vaqtlarni qisqartgan bo'lishi mumkin. Bu nima demak? Eğer vaqtni qisqartsangiz, sizning ba'zan erishib tegishlik natijalar olmasligingiz mumkin. Yoki natijalar kam chiqib qolishi mumkin. Bunday ahvolda xatar normal vaksin yoki dorilarni ishlab chiqargan qaragan texnik qurildi. Shuningdek, hozirgi ahvolda shu yangi kandidat bo'lgan vaksinlarning hammasida xatari normal ishlab chiqarayotgan vaksina doriga qaraganda yuqori deb qarashga tamamen bo'ldi. Çünkü kısa vaqtda ishlab chiqarmoqchi bo'ladi hozir. Ko'p rahmat. Endi yana mishani biroz yana ochiqqan bo'lsak, hamda doktor Mag'firat xonimdan anglasak, vaksinninki ishlab chiqarilish, yani nimadan ishlab chiqildi, qanday ishlab chiqarildi, tajriba bosqichidagi hozir men program tayyorlash jarayonida necha kundan buyon nurg'unlagan maqolalarni o'qidim, xilma-xil gaplar ekan. Masalan, hozir tajriba qilib sinov qilinayotgan vaksinlarmi bir insonga boshda bir bigan urgan bo'lsa 10 kundan keyin yana bir qatim degan, bir oydan keyin bir qatim degandek necha qatim urib u insonning badanida qanday bir o'zgarishlarni paydo qildi degandek hammasini tekshirib qildik hamda. Mushu bosqichlarni biroz bilib boqgan bo'lsak, Mag'firat xonim. Bu bosqichlarni doktor Nametjon bir yapır so'zlab o'tdi. Men kam qolganimdek, ya'ni Muşu normal tecrübexanda tecrübe qilib bo'lgandan keyin, uningdan keyin maymunga yoki bo'lmasa chashqonga tecrübe qilib, buningda muvaffaqiyat bo'lib bo'lgandan keyin 3 bosqichni doktor Nametjonimiz deb o'tib ketdi. Buning uchun masalan birinchi bosqichga kelgan vaqtda az bir qancha odamga sinov qildi. Masalan, Xitoyda ishlagan vaksinni Turkiyada ham sinov qilgan bo'ldi. Anqarada ba'zi doktorlar bunaga gönüllü deb deydiken, hamda o'zi ixtiyor qilib qatnashgan bo'ldi. Ikkinchi qadamda bo'lgan vaqtida sal kengaytirilgan holatda sinov qildi. Buningda bir qancha 100 odamga sinov qildi. Buningda buningning natijasi yaxshi chiqib bo'lgandan keyin 3-qadamda uningdan keyin sal umumyuzlikroq sinov qildi. Umumyuzlik degan vaqtida minglarcha insonga sinov qildi. Sinov qilib bo'lgandan keyin buni asosiyati %50% atrofida yaxshi bo'lib qolsa, yani mush kasallikni oldini olish maqsadiga yetilgan bo'lsa, undan keyin boshqa nimaga o'talaydi, ya'ni dastlabki mezgilda buning ruxsat olishga nima qildi, uning bir jarayonlari bor, uni tugab bo'lgandan keyin rasmiy ruxsatni olgan bo'ldi. Lekin bu 50%dan ortiq bo'ldi degan gap kasallikni oldini olgan bilan ekstasiri yoki bo'lmasa buningdan keyingi yana uzun qanchalik muddatdan keyin yana qayta selish masalasida, masalan, yuqumliqchiga yollig'iga desak, buningida necha qatim shu vaksina emlaydi-ku endi. Buningning jarayonini bu yangi virus bo'lgandan keyin bilish kerak endi.
Şoň bu qançalyk bedende turdy, bununğa nisbeten doktor Nametcan degenge okşaş, bu qısqa vaqt bolgaçqa buni işençlik degil olmaydy demdi. Ötkende Braziliyada bir doktor bu şu virusni näde yasagan virus nimene vaksinlikni oqmadım. Lekin şu vaksini gönüllü bulap, yani özü talep qılıp vaksin urupdy, ondan ölep ketipdi. Bu vaksindan ölep ketdimi, onu mu çıkarmapdy? Şoňa emdelik bu vaksinninki jaryan uzun buldu. Adet 4-5 yılda bir vaksin çıkıdı normalde. Malaysiyada mı bir paşıdan bulduğum bir kesel var. Demetti onu Nametcan insanız varmıştı. Ağzım okçuluğu hazır. Dengi deydiğim bir kesel. Dengininki hazırgı çok ağırlıkta vaksinesini tuluk çıkırıp bulanmağılık emdi. Bu biz yuqumluk kesel dersinde ügenget. Lekin bu şu istiqbal vaqtdan bulduğun keselde lan şunçalik nim qilgan biz içi kirib öğrenmegen bununki. Biz mene içi aşağı to'liq uni aldığını nayetlik köp taqılgan keselke hazırgacha ünümlük bir vaksinasi chiqib bulanmaqlığa şununki. Şunun o'xshash endi bu vaksinninki jarayoni odatda uzun. Bu asosli ham moddasi cho'ninki vaksinninki nimadan yasaydi uni? O ham moddasini shu kesel paydo qilmaydi. Men buning ichiga bek kirsam, shu mikrobiyologiya, biologiyaning ichiga kirib ketmay. Başka demeler düşünülmeye kalış mümkün. Tordaşlarımız, kayındaşlarımız. Şu üleg alet ki nemini ağandın kin, bunu onun dinkin aşın sınav kıldı antikor. Bunu elik canlı, boğancan, siz boğan şekilde kıldı. Aşınınkinin bana ben rasketini kılsam İngilizcesi, Türkçesi bekrak boğaçka, Uygursu derhal elik nemi kılalmayımı kaldım. Bununki hem eşyası mı hem de şu virusununki kisel bek nima qilmaydigan holatdagi qismidan urudu deb mashunda tushunsak. Tushundim. Ko'p rahmat. Doktor Nametcan hamda shuning bilan uni o'lgandan keyin badanda uningga qarshi bir xil nima immunitet shakllanadi deb mash shaklda qildi odatda. Xo'sh, xo'sh. Rahmat sizga. Doktor Nametcan hamda shu bu vaksinni sinab qilish, tajriba qilish bosqichlari boshlandi dedik. Har qaysi davlatlarda qilinyapti. Türkiye'de, biz yaşayotgan Türkiye'de en işençsiz deb qaraydigan biz, bütün dünya en işençsiz deb qarayotgan, nurg'un ishları g'uva qilayotgan Xitoy oshkorlamayotgan. Bu Xitoy vaksinasiniki Türkiye'de sinab qilinishga boshlanishi Anqarada maqsad, hatto boshda doktorlardan boshlaydi ekan mana ma'lumotlarga qarasam. Buninki nima uchun bunday qilindi endi? Bayağı siz degandek hakikaten madem hayran kaldık aş bu. Olap mı Dünya Seyahat Teşkilatı dedi Xitay'nınki meşhur Rusya'nın işlep çıkargan nesi tek işensiz bunda bulması gerekti deyip o enaklam bayanat verdi. Bunda balası da biz hiç oylamayan evvel yüz verdi Türkiye'de olap mı Ankara'daki en çok üniversite olan Hacettepe bilen Ankara Üniversitesi bunu sınav kıldı hem de doktorlar ve sistrağı başladı bunu. Elbette şu seyyar işlevatkanın hemisi bununki derdin çık çekti. Sizler görüp tutduğunlar şu tulumlucu tumak bektez. Doğru. Bizimki yardımcı tedkikatçılar var bizim bölümde ama doktora yetişmey aşılarını mazır saha nimeye ek etti. Aldan enişka örnek aldığında şu olma aşında tulumluğun içinde kançılık tedkikini deydi bizge. Hem de bunda halas boptu buyuna bir test keselken biz köngüllük biz ixtiyarı bulup ketildi dişi insani bir iş. Bunun bir nedeni olmaydı. Lekin muşinçlik bir işensiz devletinin işlep çıkaran nesiga ixtiyarı bulup kelişi adamni oylandırdı. Hem nima uchun Xitoy o başka devletlerde sınaydı degan vaqt kelgan chog'da baya men bu qisqalam deb o'tib ketdim. Doktor Mahbiratni tushuntirib o'tib ketdim o'sha vaksinning ishlab chiqarish sinab qilish bosqichlarini. Endi birinchi, ikkinchi bosqichda tek yoki yolg'iz merkezlik sinab qilish bo'ldi. Lekin uchinchi bosqichga kelgan chog'da cho'qim ko'p merkezlik sinab qilish majbur. Nima uchun desangiz, chunki yolg'iz merkezlik yerda sinab qilsangiz, o bir sınav qilgan obyektingiz o'xshash bir odam bo'ldi. Onunla belki o vaksin ta'sir ko'rsatishi mumkin. Lekin o'xshamay yerda sinab baqsangiz, ta'siri o'xshash bo'lmasligi mumkin. Bu neticesini haqiqatan o'xshash bo'lish bo'lmasligini bilish uchun o'xshamagan markazlarda sinab qilishni
tavsiye qildi. Shundaqla bu majbur. Qonun ashina tuzilgan. Shunda bo'lganligi uchun Xitoy 3-bosqichni boshqa yerda qilishga majbur bo'ldi. Shunlashqa masalan Xitoy uzr qildi 1-2-bosqichni. Natijada chiqqan bo'lishi mumkin, o'ziga nisbatan nechilik chiqdi dedi. 3-bosqichda o'xshamagan bir yer qilishga majbur bo'ldi bular. Masalan Turkiya tanlashga sabab Turkiya shu Osiyo, Yevropa o'rtaga joylashgan bir davlat bo'lganligi uchun Mishel sınaq qilsak bakrak muvafiq bo'ldi degan bo'lishi mumkin. Afrikada qilsin bo'ldi, boshqa yerda qilsin bo'ldi, lekin shu Xitoy bilan gin o'xshash bo'lmagan bir to'plamni qilish kerak. Undan keyin mening yana bir risk qilganim, balkim Turkiya bilan Xitoy anglashgan bo'lishi mumkin. O'zaro to'xtamlashgan bo'lishi mumkin. Sen bizda sınaq qilsan, biz seni sınaq qilamiz deb. Chunki Turkiya ham yasayapti bilmizam mayli. Chunki Turkiyaning boshqa bir davlatga ehtiyoji bo'ldi sınaq qilish uchun. Bu xil şekilde ikisi anlaşkan buluşu mümkün. Bizde tepsilerden okumadık. Ben bir qancha bu Hacettepe'de işleyen doktorlardan sordum. Sorsak ular mı biz mi efsuslandık dedi. Üzelikin katılmagan ki onunla. Şimdi muşuna qarayan bolsak, nima uchun bunday qilganligini ameliya falan uqmaymiz, lekin qiyas qilsak, menimcha muşuna bo'lish ehtimoli bek cho'ng. Çünkü Türkiye bizim yasavatımız kelgüsüde bizim ihtiyacımız buldu. Şunlar bizim o yol kolaylı bulamız bizni sınav kesiyor. Biz 3-bosqichga kelgan chog'da bizim belki Xitoy sınav kelsa buldu degan bo'lish ehtimoli pek cho'ng. Xo'sh. Unda o'smish javobingizdan yo'lga chiqib desak, Turkiya tadqiq qilayotgan vaksinaning qachon chiqadi? Buning bir uchur bormi? Türkiye 1-bosqichni hozir qilyapti. Oldin qatim sayya nazorati bu dedi. Bizniki 3-oyda tayyorladi deb bular. 3-ayda yana oxirgi 3-bosqich tugaydiganligini e'lon qildi. Shunda bo'lib qolsa 3-ayda tugisa natijasi agar o'ylagandek chiqib qolsa 3-ayda tugaydi. Ammo har bir qadamda natijaning o'zimizning o'ylagandek chiqishi notayin. Bu ayrı masala tartışıldı. Çünkü bazen devletler qildi, hatto hayvon tajribasidan bo'lmadi bu. Bazen devletler hayvan tecrübesinden ötdi, insan tecrübesi kelganda birinci bosqichdan yana bo'lmadi, yana qayta keyin yenish to'g'ri keldi. Agar ham ish joyida bilan qolsa, 3-oyda tugaydi tecrübe. Undagi ishlab chiqarish uchun balki yana bir shikayat kelsa, kelar yili 6-oy, 7-oygacha menimcha vaksinaga tayyor bo'lishi notayin deb o'ylayman. Xo'sh. Rahmat doktor Mag'firat xonim, hamda shu vaksinninki ben program tayyorlash jarayonida bir qancha maqola o'qib qoldim. Masalan, shu vaksindagi maqsad hozirgi Xitoy virusni o'ldirish emas, balki virusning alomatini yo'q qilish degan bir gapni o'qib qoldim tunugun. Buni qanday tushunamiz endi? Endi bu oldida deb o'tganimizga o'xshash, haliqi immunitlik kuchini oshirish bunida. Shunga qarshi kuchini oshirish maqsad. Bundan olgandan keyin shu aşı kasal, yani koronavirusla yuqumlansimi shu vaksina o'g'izgan odam ya yuqumlangandan keyin badanda hech qanday haqiqatan nima bo'lib qolsa, mana shu vaksina muvaffaqiyatli bo'lib qolsa, yaxshi bo'lsa, hech qanday koronavirus kasali bo'lmaydi, vabodan saqlangan bo'ladi. Ya bo'lmasa, bo'lib qolsa, aytdi, yengil darajada bo'lib o'tib ketadi. Masalan, hozirgacha 88 vaksina şu preclinical test yani şu hayvanda tecrübe kılıvatırlarken cemi 211 yerde vaksina kılıvatırlarken bunun için 88'i 3 gün ilgirdeki haberi karga vaxtıda şu basmıştayken hem bunu Doktor Nametcan degan o'xshash Türkiye'de hazır et yazgıcı çıkarımız dedi. Çıkargan bilen yine onunki muvaffaqiyatli qanchalik bo'ldi? Buna aksi ta'sirining qanchalik bo'lganligi yoki bo'lmasa qanchalik darajada ta'sir ko'rsatadiganligini bilmaydi hozir. Hamda umumyuzlik nima davlat boshqa davlatlarningki degan gapga qaragan vaqtda 2022 yilning oxirida motisel tugish mumkin. 2002 yilning boshlarida undan keyin o'tirligicha bo'lganlikda vaksina bo'lishi mumkin. Endi masalan vaksina bo'lgan taqdirda qanchalik ishlayoladi dunyoda qancha nufus bor, qanchalik ishlayoladi. Türkiye'de mesela 65 yaşdan yukarıdaki kişiye yaşanganlığa vaksina olmayız. Bunun için şu birinci kademde sağlıkçılığa yani şu səhiyyə xidmətləri şoğullanğanlığa, onun için saqçılığa digən oxşaş, muşu türdəki adamlığa bakarak mümkün qılmaz. Yəni bizə
suzulma karakterli kasallikleri bo'lganligi uyg'aymiz. Chunki nim bo'ldi, nima emas, biz uni qolmaymiz dedi. Masalan, shu ba'zi davlatlardan shu virus vaksina chiqdi degandan keyin aldın ala zakaz qilganlar bor ekan. Zakaz qilganlarning butun bir davlatning odamlariga zakaz qilmaydi buni. Ona olgan ki mesela hazır en yaxşı oğunisi Moderna deb Amerika'nınki, onunki BioNTech, Germaniya bilen Pfizer şirketininki işlegenisi, onunki Angliyaninki işlegen yeni bir vaksinası ait işençilikke. Hem de muşu vaksinlarını çıkandan ki şu işletkendan ki diginim okşaş hakikaten muvaffakiyetli olup kalsa, keselinin aldığını aldı, ya olmasa kesel payda olsa mı yengil bulup ötep gidiyor hem de ölüm derecesi yapamaz mümkün. Lakin aldı diginimizge okşaş bununkilik vaqti qisqa olğaçqa qanchalik ta'sir qildi buni qilolmaydi. Shuning uchun eng yaxshisi vaksindimi bek muhimi diqqat qilish deb qarayman men. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi haqiqatan abayqi nimani masalan sizga degan biroz burunqi men tunugun ko'rgan nimani bir ko'rib o'taylik hozir. O'sha yerda bir xabar bordi. Demek hozir shu oxir deb o'tganingizda masalan abaymi namacham biroz so'zlab o'tdimi shu birinchi qatimliq vaksinninki hozir tajriba qilinayotgan. Bexatar bo'lmasligi mumkin deb buni yana biroz ichkirlasak, chunki shu Angliyaninki vaksina ishlariga mas'ul boshlig'i Kate Bingham degan shu birinchi hozir ijro qilinayotgan vaksinaninki bexatar bo'lmasligi mumkin deb tunugun bir uzun bir maqola bor ekan. Bu tafsili ko'rib olmadim. Shuni biroz aytib bergan bo'lsangiz, bexatar bo'lmasa, masalan, qanday bir aks ta'sir paydo qilishi mumkin? Atugun masalan chiqdi bozor xalqqa qildi. Chiqib xalqqa ijro qilinishga boshlagandimi? Buning bir xil shubhi bilan qarash kerak deb ta'amdi bu Angliyadagi bu odam. Bu agarda xalqqa rasmiy bu vaksina urilishga boshlagandan keyin agarda bexatar bo'lmadi degan vaqtida qanday bir aksida insonlar o'ldigan ish chiqamdi yoki qanday bir narsa o'tirg'a chiqishi mumkin bexatar emas degandan. Masalan, bexatar emas deganda ba'zilarininki chunki bu shu virusning o'zininki nima holatidan o'zgartib ishlagan narsa bo'lgan bo'lg'achqa balkim yeni viruslar yuqumli qilish mumkin, uning binasi yelmaymiz. Yo'q bo'lmasa u bedende şu nimaga koronavirusga nisbatan qarshi kuchi hosil qilmaslik mumkin. Ya bo'lmasa hamda ba'zilarinikini debdi masalan Pfizer bilan Germaniyaninki shirkati birlashganisi mana shu holsizlik yo bosh og'rig'i shunga o'xshash kichik alomatlar ko'rilibdi hozircha. Bu mayli yuqori oxirgi bosqichda emas. Uni bunchalar bo'lib qolsa buningda cho'ng masala yo'q. Eğer onundan çoğun olab qalsa, hatta börekке, jigerge, başka a'zolarga ta'sir qilish mumkin. Hozir ham bu virusning qanday yasidi, ishonchlik darajasi qanchalikligini uqmay turib, ma'ni tamamen bunday bo'lishi mumkin degan bo'lmaydi. Bo'lsa, u haqiqatan vaksina rolini o'ynay olmaslik mumkin. Hatta yaxshi bo'lmay qolsa, o'lib ketish mumkin. Ajallik bo'lgan nimasi bu. Ya bo'lmasa deganimga o'xshash boshqa kasallikni keltirib chiqarish mumkin. Hozirdan boshlab Türkler pek ne kıldım yani maçı kanal aldığına saklıydı ama kişisel oğallığı tulu suraydı. Biz ama Uygurlar kişisel oğallıkını rastlamayken bile ama Türkler pek değildik. Bizim hizmetdaşlarımızla başkalarında pek suraydı bende. Muşulumun bazıları virüs vaksin çıkırken çıksa benim yağmışta börek zayıfliş vattı, manda kesim vattı, aşınma ekstensir var mı hep suraydı. Hazır biz bu hakikaten yeni bir ne soğandık. Ben şunda oluşu mümkün değil olmaydı, lakin hem de en yukarısı bilen ahırlışı mümkün. Hem Brezilya'daki doktorun ki haberde şuna virüsün ki annemine vaksinlerini kıldı 28 yaşlı doktor. Onun ki öyle ketti de yazıptı. Hem de şuna bağlığındaki ben yazıptım bunu. Lakin küçük olan vaxtıda ya hiç kadar tesir olmaydığı düşünüm ki ya komsa başka alametlerini keltirip çıkış mümkün ya komsa keselliklerini. Doğru. Hatta ben bugün ko'rgan narsalarda ba'zi davlatlar mesela bütün hozir Rossiya, Xitoy mesela başka Amerikadan yaqinda chiqma sinaq qilinyapti hamda. Mush davlatlarga chaqiriq qilib bütün shu hozir yosilib bo'lgan sinaq qilinishga boshlagan bütün viruslarni bir yerga olib kelib
qaysi hammadan kuchli bo'lsa, shuni ham butun dunyoga xalqqa shuni ham ishlab chiqarib taqitayli degandek chaqiriqlar bo'lyotdi. Bunun qanday qaraysiz? Bu mumkinmi yani? Chunki bunun keyinda faqat vaksinalar emas, milyonlarcha pul mağadigan bir iş hamdi bu ameliyatda. Şu devletlerge qaysi yaxshi bir ishlab chiqara olsa. Endi anlaşılması mümkün. Çünkü bu hammadan ishni qilgandan keyin men shu texnolojininki sahibi bo'lsam deydiganlar bor. Xo'sh. Xalqninki manfaatini nima qilay emas, o'zininki nimasini chiqaradigan odamlar bor. Yine bir taraftan bizninki bunu işleyen narsamni olgandan keyin bundan boshqasini chiqarib pek pul tepib ketami yoki bo'lmasa deganingizga o'xshash bu million pulning ishi bo'lgandan keyin aqsda. Men qilgan ishim o yoqda qilib bunda bo'laman deyishimki yana birga Ahmetcan doktor dedi bu virusning ikki xil bo'lganligini. Agar shunday olib qolib qolsa, masalan, hozircha Çin'de yasagan virüs bilen mağlunun Rusya'dakisi işençilik emas deb uçuk iliqi materiallarda chiqib o'tirgandi. Ayyaninkining iliqi coğrafiyalik nimasiga nisbatan o'xshashroq turdagi virusi vaksina olsa, balkim boshqa yerda Yevropa tarafidagi boshqaroq tipdagi virusning shakli o'xshamagankin vaksinama farq qilishi mumkin. Unda o'g'al vaqtida agar yomon bek anglashib ketalisa, balkim o'xshash turdagi virus bağlıra belki nima qilish mumkin. Lekin hozir qarasangiz bu davlatlarimiz cho'ng davlatlar. Buna o'g'andan keyin unda bir yarg'i kelib, billa ishlab bunda qilamiz degan narsa tasriq bo'lamdikin deyman. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi doktor Namatcan endi shuningga bir kirsak endi shu biz insonlar Muşu bulup Xitay virusi o'ttirg'a chiqib dunyoga balo bo'lgandan keyin anglashga, ko'proq anglashga to'g'risi boshlagan bir narsa vardı. İnsan bedeniga chip taqash, yani bu o'zak taqash masalasi bunun davri yetib keldi. Hatta ba'zi davlatlar boshlab bo'ldi deyotganlar va bilgan to'r dunyosida qaraydigan bo'lsak, nurg'unlagan mutaxassislar, olimlar degandek bu masalani paranglashyotir. Hatta shu virusninki Xitay virusning dunyoga shunday keltirilishi, buni laboratoriyada ishlab chiqadi deb buni ilgari suradiganlarmi jiddiy shaklda kun tartib keltirayotgan narsa. Chunki shuni chiqarib, shunday bir baloni chiqarib, har bir insonni majbur qilmoqchi. Shu chip taqash, o'zak taqash masalasiga majbur qilib, buni taqmaydigan bir buni belki tanlash nimasi bermaydigan shaklga ekanmoqchi bo'lgan insoniyatni degan shu fikrlar o'tirg'a chiqyapti. Bu masalaning haqiqati qanchalik, buni biroz bir paranglasak. Buldu. Hozirgi eng cho'ng tartishayotgan masalamiz shu. Shu taqisi bo'lamdi, taqmis qandaq bo'ldi, qaysi davlatlar taqavatidi, shu vaksina orqali hatto Xitoy virusining vaksina yasab chiqsa, shu vaksinalar billa odam vujudiga shu chipni billa uradi degan gapni chiqdi hozir xabarda. Lekin ko'pincha odam hatto shu Bill Gates billa ishlab chiqardi ekan shuni. Chipni shu vaksina ishlaganlar birlashtirib, vaksina chiqitish orqali odam bedeniga urdi ekan. O mikro chip deb atalgan. Shu odamning shu darajada ko'rinmaydigan darajada kichik yani. Şunlaşqan shu butkul odamninki shu harakatini kontrol qilib turdi ekan degan narsalar bechiq olib ketdi. Xabar inglizcha xabarda. Ondan keyin shu Bill Gates bu to'g'risida bir tushuncha berdi. Bu chipninki odam bir bedeniga urilish uchun, vujudga kirish uchun intan kichik bo'lish ekanligi, bu chipga batareya ehtiyoj bo'lganligi, bu batareyaning uning har qancha kichikligi orqali bo'lsa-mu odam bedeni bo'lsa, chunki u chip odatda vaksina olgandan keyin odamningki tomirlari orqali har yerga taqaydi. Bu u yerga menish mumkin emas, shunday aql sig'maydi. Bu texnik jihatdan aytgancha odam hozir mumkin bo'lmaydigan ish deb bu odam tushuncha beribdi. Lekin ikkinchi xil chip hozir bu odam bedeni olmaymi, odamning terisini ichiga taqaydigan. Buni Italiyada sinab qilib, 2500 odamning ichiga terisiga taqabdi. Sinab qilib. Terisi intan kichikkan bu. Alqiniga ishga taqab qo'ydi ekan. Shu odamninki lekin shu vujudda bo'layotgan o'zgarishlar bo'lsin, undan keyin ba'zan faoliyatlar bo'lsin, hammasini bu xotirlab qolgan ekan. Endi bu Italiyada deyotgan narsa bu faqat sizlarniki salomatligingiz uchun taqaymiz degan. Lekin keyingi bir qism odamlar chiqib, bu odamniki salomatlik emas,
o'xshash vaqtda odamniki shaxsiy uchurlarini ilib oladi. Shunlashib bunu taqsa inson huquqiga zid keldi, shunlashib bo'lmaydi deb bu mutalashlar aytishdi hozir. Xo'sh. Onundan keyin ba'zan hozir shu Turkiyadan va bilishlar uchun ma bilezik var, qo'lga taqaydigan. Umumiy chipning bir turi. Lekin shekli biroz cho'ng. Ma o kasallikda virus bilan yuqumlanganlarni uyda o'tiranglar desa, bu xalqlar sirtga chiqib ketganlar bor. Bularni sizlar xabardan ko'rayotgan bo'lishinglar mumkin. Uy kelsa, bu seyyarlar ishlaydiganlar, uyda u odam yo'q. Qarasa sirtda onu tutib qildi. Endi bu mushna odamningki sirtga chiqib ketmaslik uchun taqaymiz deb taqgan. Lekin bu yetarli emas ekan bu bilaysiz. Chunki bu faqat ayni vaqtda shu turmada yoki jinoyatchilar uchun ishlatilgan Turkiyada. Yani boshqa davlatda ham shunday. Aslida jinoyatchilar uchun ishlatiladi. Masalan, Turkiyada areal o'rtasida jiddiyalashib qolsa, erini masalan uydan uzoqlashtirish deydigan bir nimasi bor, jazosi bor. Uyga 700 metr yoki 1 kilometr yaqin kelmaysan deb. Agar shunday bo'lib qolsa, sayraydi u. Yoki bo'lmasa, ba'zan jinoyatchilarga sening jinoyatingni uyning ichida to'ldirsan, uyingdan 1 kilometr yoki 2 kilometr uzoqlik ketmaysan deydigan belgilim bor. Uydan 1 kilometr 2 kilometr uzoqlashgandan keyin o signal berdi. Turmuğa yoki madem uzoqlash deydi, shunga tutadi. Asli maqsad bu jinoyatchilik kontrol qilish uchun qilgan narsa. Lekin bu hozirgi virusni bahona qilib nurg'ulg'an ba'zan davlatlar buni shu insoniyatning sog'ligi uchun ishlasak bo'ldi ekan, ba'zan kasalliklar bu o'zgarish bo'lib qolsa, ma'lumot beraylik ekan degan narsani o'tirib qo'ydi. Lekin umumiy ahvol qarasangiz, men bu to'g'risida yozilgan fikrlarni, yozilgan maqolalarni o'qib vaqtim chiqadim qarshi. Bunu işlese adamın şahsiyeti barlıq narsa o'tirib chiqib ketadi. Hamma odamning o'ziga xos shaxsiyati bo'ldi, shunlashib bunday bo'lmaydi deb. Shunlashib menimcha kelgisidimi? Diktator davlatlar bo'lish ehtimoli bek cho'ng. Chunki odamlarni diktator yo'ldan boshqargan bo'lgandan keyin bu eng yaxshi usul. Menvatgan, turvatgan, nada nima ish qilayotganini bilish uchun pek unumli bo'lish mumkin. Lekin demokratik davlatda menimcha amalga oshmaydi. Xo'sh. Rahmat. Endi vatanimizga biroz qaytsak. Endi Xitoyda butunlay to'xtadi, biz uni oldini oldik, g'alaba qildik deb davron soldi. Uni biroz programmaning beshida gumonliq ekanligini dedingiz. Albatta ayrim tartishiladigan masalalar bu. Ayrim program bo'lgan darajadagi cho'ng temalar. Endi oxirgi kunlarda tuyuqsizlan bo'libmi Qashqarda ko'paytiryapti bu virusning ko'p chiqib ketishi. Buni qanday qaraymiz? Bu albatta har qanday bir insonni gumonlantirdi, hattoki bu 2 haftaning oldida Germaniyadagi bir RTL gazeti. Shu gazetimi Xitoyninki shu vaksina sinaqini Sharq Turkistondagi lagerlarga so'langan Uyg'ur xalqining ustidan sinaq qilish ehtimoli intayin zo'r. Buni hargiz bir sirtida qoldirolmaymiz, nimaning sirtida qoldirolmaymiz degandek bir maqola chiqib ekan shu almamda. Bu chiqib 2 haftadan keyin ham Sharq Turkistonda Qashqarda bu kundan kunga ko'payib chiqib, necha kunning ichida 4-5 million insonga vaksina urdik. Yo'q, sinaq qildik ularni degan narsalarni chiqardi, Xitoy e'lon qildi, test qildik deb. Kirish chiqishlarni qamal qildi degandek. Buni har xil tushunayotganlar bor bizning ichimizda. Bugun Xitoy dunyoning hamma yerlaridan besim bo'lib tekshirish kerak, xalqaradan mustaqil hayot qilib tekshirish kerak deyotganda Xitoy ashlarni kirgizmaslik uchun bizning vatandan bo'lib shu Qashqar janub rayonlarga bu yerda virus ko'payib ketdi deb taqab hammani ham o'zining xohlagan badbashirlikini u yerda qilish xalqimizni texanmak. Ham boshqalarni bu yer karantinga oldik deb buni bahona qilish uchun deganlar bor. Hamda bu nupuzli gazetlarda chiqayotgan xabarlarga qarasangizmi, o'zining ishlab chiqargan vaksinasini sinaq qilish xalqimiz ustidan. Bu narsalar bor. Bu qanday qaraysiz bunga? O'sha sizdan anglasak ham. Doktor Namajan. Bayan siz mi dediniz? O'sha o'tgan dushanba chiqdi xabar asosan. Hozirgacha 6-7 maqola chiqib qoldi bu to'g'risida. Hozirgacha vatanimizda 164 yangi shu Xitoy virusidan yuqumlanganlar bor deb chiqadi xabarlarda. Hammasi chet elning matbuotlari.
Onun için Qashqardagi 4.7 milyon kishiniki asosan hammasiga sinab qildik degan narsalarni bular. Baya degandek haqiqatan mana shunday xalqaro besimni oldin olish yoki buning bir bahona o'ylash uchun qilgan bo'lishi mumkin. Chunki bir kontrol qilish hammadan test qilish unda oson ish emas. Ya'ni 4.7 milyon odamga oz odam emas. Buning hammasiga test qilish qisqa vaqtning ichida yamanchiq vaqt oladi. Hamma odamdan ayrim berib numuna olish kerak. Uningdan tajribani yo'llash kerak. Tajribadan natijasini olish kerak degan o'xshash. Bularning Xitoyning hozirgi vaqtida bizga kuyunib hamma odamga sinab qilishi bek aqlga sig'maydi. Mesela Türkiye'deyimiz. Türkiye mi hazır sizinki bek çok alametiniz olmasa bu ham teşkülmeydi. Türkiye bombası özünün halkını yaxşı gördüğün hem devletin birisi. Berip kalsanız mesela hazır ben nemi kıldım, Xitay virüsünü test kıldım deseniz unumaydı. Alamet bulmayla kalsa. Xitay bunda demek bu sınav kılış için nurgulagan meblag gidiyor. Bu sınav kılıvatkan üskünlü olsun, onun için işletken nesli olup kalsın bek kıymet. Xitay gerçi üz işlep çıkarsın, lekin onun için maliyet var işlep çıkış için. Bunu üzünün halkı kılmay, eşikleşip biz görüp Qashqarda kılışı, akıl sıkmayını kalıp bir iş. Nurgulagan pul gidiyor. Onun adem küçük gidiyor. Yani hem edem için, mesela normal bir ademe gidip sen numunalsı alamaydı. Çok bunun işte de sistra oluş gerek, ya bu mesela şu seyyada o adem oluş gerek numun ediş için. Bu ademde 4.7 milyon ademden numun aldıysa, kısa vaktin içinde ep bulamaydı. Bu bir şu bilinen nokta. İkincisi de ondaki muşunçilik çık edemden işte de 164 edem çıktı diyenge fakat bulanınki hazırkıcı haber çıkan neyse o mu? Hem de ya kançılık edemde var bunu şahsen ben işlemeyim. Muş kesipteki kesipte işleyen bir edem buluş süptüm bilen bu kesimdeki jukumluş yani şekillerini yollarını emmeyle bilmez. Bu mümkün emez. Xitayning şonlaşqa bergen dokladıq zaten biz emas, dünyanın hiç qaysi işenmeylik hazır. Mümkün emas de. Yani hazır resmi statistik qarsanglar, yani lekin bu narsa yo'q. Xitoyning resmi statistikini buni deyan chiqarmadi. Faqat chet elning matbuotlar chiqargan. 164 odam yuqumlangan. Endi mushnandimi, yani bir samimiyatlik, yani odamni gumonga soladigan yana bir nuqta bor. Agar haqiqatan mushunda bo'lib qolsa, cho'qim o'zininki resmi statistik chigizish kerak buni. Masalan, ma bölgede ya ma ülkede ya ma Abdurrahim'de mançılık çıkardı o bu küllük. Hoş. Aş vaxtla qarsanız mesela şu hazır çetten matbuat çıkan nesle şu tarixqa uduk kelmeydi. Bu bir şu bilingan narsa. Hoş. Şonlaşqa men bu sannikte to'g'ri bo'lganiga men shaxsiy ishonmayman. Albatta meyle dua qilamiz, u yerda chiqmasligini umid qilamiz. U yerda bo'layotgan o zulm haq zati yetib eshib qoladi hozir. Hoş. Bunu kullanmaç geldi. Hem bunda bir kesinlik götüremeydi. Hem meyle dua kılvatımız işini ben onunla. Allah olan kesildiğini saklıkım der. Lekin emile ehval qarayan bolsanız, sanlıq məlumatlar ma kesilinin yuqumluş nemisi qarsanız faqat maskemeni olur ehval hazır. To'g'ri. Haqiqatan deganimizdek hamda xalqimizni Xitoy tajriba obyekti qilib qilayotgan bo'lishi mumkin, har xil ehtimollik mavjud. Endi şu programmanın 5'inde dediniz mesela Xitoy'niki bugün dünyada ikinci dolqun Xitoy virusunun ikinci dolqunu başlandı deyilayotgan. Şunda bir paytda virus chiqqan Xitoydan başlab Wuhan'dan başlab mesela atrofidagi shaharlar. Bularning hech birisida yo'q deb turilishi hozirgacha hamda bu haqiqatan inson hamda o'ylantirmay qolmaydi. Xitoy shunchalar darajada axborotni kontrol qiladimdi. Dünyaya herkes bildirmeydiğin şekilde. Ya aslında çıkan bolsa bunu başka kesel qilib ko'rsatyapti. Bu albatta sizlardek mesela şu tibbiy sohada bo'lgan kishilarni gumonlantirmamdi bu hamda şu. Yo'q deb turib öyle şey. Tabii gumonlandirdi. Mesela biz emas, bizning kesib bo'lmaganlar gumon qilib bu ishni hozir. Xo'sh. Onun sizga chiqish ehtimoli bor. Biri mesela bir normal bir profilib doktorxonaga teşkil etsiniz. Negatif çıkıp kalsa sen negatif dese siz guman kılmayısınız. Çünkü siz onun işinizsiz. Negatif çıktı deb. Ama Xitoy mush kasallardan yuqumlanib doktorxonaga kelganlarni resmi o'zining sistemasida elishi mumkin pozitiv deb, ama kasalligi sen negativ deyishi mumkin. Ya sen boshqa kasalkan deyishi mumkin. Ay o'zining dorisini berib yo'lga qo'yib bo'laverdi. Bu bir ahvol. Ikkinchi xil ahvol
Buni teşkil etganda mesela hamma xalqlar hozir bizning vatanda hozir Qashqarning hammasi teşkil etdi aynan. Xo'sh, xo'sh. Bu resmiy narsa qaragancha 4.7 million odam teşkil etdi. Bu teşkil etish orqali faqat o'zingizning mush virus bor yo'qligini biz bilimiz deyish orqali teşkil haqiqatan teşkil etib olgan bo'lsa, Xitoy o'lkalarida bo'lsin teşkil etib olgan bo'lsa, haqiqiy sonliq ma'lumotni egallash orqali davlatniki foydalanish uchun, ammo xalqqa yanaşga artmaslik mumkin. Xo'sh. Bununla hiç kim bir sen qanday qilding demeydi. Bulapmı Xitoydagi davlatda, mesela Xitoyda hukumat ishlab baqqanini biladi. Azroq bo'lsa-mu kichikroq narsa sirtiga dishi mumkin emas. O janni qallasini qo'lga qo'yib qo'yish kerak ular dedi. Zaten yig'in ochgan deydi. Bu yerda bo'lgan narsa hammasi maxfiyatlik, sirtiga oshkora qilish bo'lmaydi. Doktorxona kunjilik nechilik test yapılganligi, qanchadan pozitiv chiqqanligi hech kim demaysa deydi. Agar deb qalsang unda qilma desa, bu yerda ishlayotganlar o'zining jinini alqınıp qo'yib boshqalar deydigan ahvol bo'lishi mumkin emas. Shunlarga davlatniki qurilmasidan bunday xabarning sirtga chiqishi nihoyat oz. Bo'lsa-mu haq demaydi deb o'ylayman. Xo'sh. Rahmat. Doktor Mag'firat xonim hamda shu virus chiqqandan buyon Xitoydan har xil xabarlar chiqdi. Ularning torbatlaridami masalan o'zininki shu Jungwichi davolig'diq shuning doğruları mesela bizim xalqimizga ya ismi yo'q, ya jismi yo'q bir xil suyuqlik har xil dorilarni berib uning foyda qilganligini deganlar bo'ldi. Bizning Uyg'ur tibobatidagi doktorlarimiz hamda hatto shu vatanda patent huquqini olgan dorilarni shu virus eng kuchli Xitoyda tarqalayotgan vaqtlarda jiddiy bir shaklda ichkariga yo'tkiganligi ishlab chiqarib bu xabarlarni Xitoyning torbatlarida mashina bir dorilarniki setilganligini ko'rdik biz hamda. Mushu Xitoy qanday qilib bu Uyg'urlarningki tibobatini o'g'irlab, ya'ni buni o'zining qilib oldi yani. Endi bu masalada burun masalan Jungwi tibobati, Uyg'ur tibobati, Tibet tibobati, Mo'ng'ul tibobati deb ayrim qilinadi. Xo'sh. Endi hozir bu Jungwi tibobati deganizda, ya'ni Chin tibobati deganda, shu bütün shu boshqa millatlarning tibobatini hammasini shu Chinese medicine deb shu Chin tibobati, ya'ni Xitoy tibobatini ichiga kirgizibdi. Kirgizayotgandan keyin bu hozir bu kasalni shu nimalarga Chin tibobatiningki dorilar bilan yaxshi davolab 92%dan ortiq kishi shu kesel shu Jungwi tibobatining dorisini yaxshilandi dedi-ku. Buni nurg'un odamlar hamda shu Jungwi dorisi deb o'ylaydi. Amaliyotda Jungwi dorisini ishlatilgan lekin Uyg'ur tibobatining nurg'un dorilarini ishlatilgan. Masalan, patent huquqiga erishgan deganimizda shu zukam javhari, zupa javhari, samsaq kapsuli, yizixo kapsuli deganga o'xshash, loq badam, loq sarpiston, nurg'un dorilarni ishlatgan o aniq. Ununkini Uyg'ur tibobatining modarisini ishlatdik deb mana xalqaro nimalarga degan maqola yozgan vaqtida chiqmagan bilan shu nimaninki o'zininki nihoyat ishonchli xabar torbatlarda, gazetalarda manchi tonna, manchi quti dorilar shu Shanxay, Guangzhou, Beijing, Zhejiang, Wuhan qatorliq davlatlarga, shaharlarga yetkazildi. Deppa hamning ustiga nurg'un mutaxassislarningki shu dorining nihoyat unumli bo'lganligini deylik. Demakki, endi bu Uyg'ur tibobatiningki bu dorilarning haqiqatan unum bo'lgani rost. Hatto Mishadimi, Turkiyadami ishlatyotdi, ko'ryotdi biz uningki foydasini. U Jungwi tibobati bilan davolandi deganingizda Jungwi tibobatining ichida alninki Jungwi tibobati degan nima deganingizda o'sha hamma tibobat ichida bo'lg'achqa bu Uyg'ur tibobati shunga ichiga ko'milib qilganlar amaliyotda Uyg'ur tibobatining dorisi haqiqatan ko'p ishlatgan rost. SARS vaqtidami nihoyat ko'p ishlatgan, buni hammamiz bilamiz. Bu bir gerçek yani. Xo'sh. Hamda Xitoyning o aslida shu Uyg'ur millati ekanligini hammamiz bilamiz hamda har qanday narsani boshqalardan eliblam o'zinikini choplablam meniki deb olgan. Shu so'zingizdan yana shu narsa hozir kallam keldim shu oxirgi mezgillarda o'zining millatiga bunchalik kuyunib ketmagan bu Xitoyningki
bizning vatanda öy kirib, bu bir jinoyat emasmi aslida, yani bir doğru beryapmiz deb zo'muzo xalqning beshida qarab turib, kichik bola, qeri, cho'ng, kichik hammasiga jundidek bir narsani qo'yib, ashni ichsan deb qilishamdi. Bu ijtimoiy uchur vositada buning suratlari taqaldi hamda. Ba'zilari shu xaltaning ichida, ammo hech bir xat yo'q oldi keyinda. Shunda bir narsani ichkuzishi Xitoyning ichida taqilib ketgandan bunda bir ishni ko'rib, ya rasm ya video ko'rib baxmidiq. Bu qanday bir ish hamda sizlarchamdi? Her ikkilardan biri kızın gap anlasam. Endelikle vaksininki bizde ceryanı sözlü koyarmış kelimiz. Vaksininki ceryandı mı? Hem de öyle nurgun tertibi var sınaklı için. Mesela şu Uygur tibabetin doğrusu olsun, Jongi tibabetin doğrusu olsun ne olsa adette bizim keliminde mandağılıkı hayvan, nemeninki laboratuvar tecrübesi onunki adamga tecrübe kılgan iş bulmagan bilen ma bu nemede koronavirus yeni bir virus olgandan keyin bunu bıçak için çıkıp bakmagan narsa olgaçqa o ne sınav qilish için mi en azından şu adamlarga tecrübe qilishni 3 bosqichni dedik biz bayatı. Neçe adam giberdigan yüzlerce, minglarcha onundan keyin qilgan. Belki tecrübe qilgan bo'lishi mumkin. Hem de nimberginini bilmeyimiz. Belki doğru oluş mümkün. Doğru olsun tecrübe qilish için hem de asli bu tecrübe qilish için etik kurulu deydiğanim var. Şunda dem qağa vaqtidimi ixtiyor qilgan demga birden buni. Hemen demga bermaydi. Bizim bazı narsalarni tecrübe qilib deb, shuningkining etik kuruluningki nimasini ololmay, asallıqçı bermaydi hamda shu haqli ma'qul desimi deydigan ihtimal bo'lib qolsimi. Ana bu yerda şu tecrübe toplash uchun ashta qilgan bo'lishi mumkin. Ya ko'misi boshqa narsa bo'lib qolsa, onu bilmaymiz. Dori bo'lib qolsa, shuningkin shu vaksinaning qanday ishtik bir şekilde o'tirib chiqargan bo'lsa, dorining unum berish nisbatan ishtik bir nima qilib, nima deymiz, tajriba qilib chiqarish uchun ashuna qilgan bo'lishi mumkin deb qarayman men. Xo'sh. Nima chasiz? Bu mesela kelingilik tadqiqot elib borgan chog'da kelingilik tadqiqotning eng tez qismining birisi shu. Edem tepishchi, sinaq qilish uchun. Xo'sh, xo'sh. Burungi vaqtlarda shu 20-30 yil burun shu Amerika olsun, Angliya olsun yoki Germaniya olsun ko'pincha vaksina chiqishlab chiqqan davlatlar shu. Bular sinaq qilish uchun o'zining davlatida edem topolmay, ko'pinchisi shu iqtisodiy tuvan bo'lgan davlatlarga berib sinaq qilgan yoki bo'lmasa davlat chiriklashgan davlatga berib sinaq qilgan. Nima uchun desangiz bu sinaq qilish uchun cho'qim aya doktor Mahmud dedi, etik ruxsat bo'lish kerak. Buldu sen bunu qilsang bo'ldi ekan deb. Hamda bu etik ruxsat olish uchun nurg'ulg'an shartlar bor. Shartning hammasi muvofiq bo'lsa, undan keyin ruxsat qildi. Bu ruxsat qilganlik bilan tugamaydi. Siz yana qaytadan xalqni yoki mushuninga tadqiqot qatilganlarni qoyil qilishingiz kerak. Agar qoyil qilmay qolib qolsangiz, har qanday bir odamniki qatnash majburiyati yo'q. Qonun ashuna aniq belgilangan. Yana birisiga shu ruxsat olgan holatdimi? Mesela en az yerinde birinci basmakta 20 adam qatilish kerak. 20 adamda 80 adam qatılsın nafesi buldu. 20 adam tapqandaki siz çoğun muşineki qanda bir vaksin ya qanda bir doğruluk qilib jipni jamsıqacha çöndürüşünüz kerak bo'ladi. İkincisi ta'sirini çöndürüşünüz kerak. Belki manda eksi ta'sir bo'lishi mumkin. Hatta ölümge sebep bo'lishi mumkin. Degandek narsa ashning hammani tushungandan keyin undagi resmiy qonuniy resmiyat va uningdagi imzo qo'ygandan keyin agar mush odamlarga sinab qilgan vaqtda cho'qim beshida shu sayyohchilar turish kerak. Bir ish bo'lib qolsa darhol uningga tadbir olib boradigan yoki davolash olib boradigan zaharni qaytaradigan degan o'xshash ashunda yerda olib berish shart. Xalqqa yerda olib borib bo'lmaydi. Masalan, bizning vatanda mayli ko'rdik, ijtimoiy taraqqiy ko'rdi, öy chirib taqib turibdi. Mayli u doğru olsun, mayli vaksina olsun, bunday qilish tamamen xilof xato bir narsa. Tadqiqot usuliga nisbatan aytgan chog'da uningdan keyin bu qarshi taraf agar bo'ludi men qabul qilman, hatto uning deysiz o'lib ketish ehtimolim bor. Yangi dori yana vaksina ishlab chiqargan vaqtda uning hech kim bu odamga o'lishiga sabab bo'lmaydi demaydi. Chunki siz yangi sinab qilayotgan narsa bu. Xo'sh, xo'sh. Shuningdek bunimi deyish kerak. Uningdan keyin buningda nima deish kerak? Istirofini yana sigorta edish shart. Qatilganlar uchun. Bu sigortada agar shu jarayonda davolash va agar boshqa bir ekstrasi ko'rsat bo'lsa, uniki davolash pulini ko'taradigan, agar o'lib ketib qolsa, uniki pulini kim to'laydi? Shu
tədqiqat elib bağın doğru şirketin tölündü, yoki sigorta şirketin töleydi. Bunun hemmisi kanun cihetten resmi oturup koyup imza algandan keyin başlayan narsa. O xalagan ko'chib chiqib taqtirgan narsa emas u. Endi Xitoyning shuni elib berayotgani qanday degan chog'da tamamen kishilik huquqni depsan qilgandan boshqa narsa emas. Bu dunyoning hech qanday bir yerda bunday qilish mumkin emas, qilolmaydi. Aldı bilen tushunish kerak, rozilik bo'lgandan keyin boshlash kerak, boshlagandan keyin lekin o'sha istiroxona yoki sigorta shirkatlari bilan deyish orqali buniki sigorta elish kerak, undan keyin boshlash kerak va to'g'ri boshlagandan keyin yoki vaksina sinab qilgandan keyin uningki atrofida odamlar bo'lish kerak. Har bir o'zgarish bo'lib qolsa, o'sha odamlar darhol uningki salomatligini tekshiradigan yoki buning uchun to'g'ri yoki davolik ilib boradigan odam bo'lish kerak. Endi bu qanday degan joyda sen bekorlik odam ben xalagancha seni sınaq qilma, tejrib qilma degandan boshqa narsa emas. Bular vaqt hozir. Tamam. Haqiqatan deganimizdek bir narsa aytib qo'yay. Masalan, tekshirgan vaqtida oldida bir qatim tekshirib, undan keyin bütün masalan qon ulamdi, boshqa tekshirishni hammani qilib, ishlatib qilib, mushu Nametjon doktor deganga o'xshash bütün ashu rasmiyatni qilib, ashu qatnashadigan odamlar ma'qul deb, ashuna qilib bo'lgandan keyin u oldida tekshirish, keyinni tekshirib eğer hem bunun da belki ma keselge nispeten faydalı olsa, başka bir eksi tesiri çıkıp kalsa, kanda neme kıldı aşağıya mısın? Seliştiriş gerek de bunun da. Mesela ben Malasya'da okuyan vaktimde hayvan tecrübehanısını işlegen. Aşı işlegen vaktimizde biz tirikisel kendimizini sınav bulduk. Hem de o tirikisel, manda keselge nispeten hem de öyle normal alerjiye münasebet gibi nesiydi. Aşını işletip nemege hayvan tecrübesi kalan vaktimizde hem de onun kendi yukarı nispet, tüven nispet otur ne çıkıl alakalı grup ağrı doktor saç kaldı ne. Onun kendi tuş kaldı ne. Onun kendi ağrı aşağıdaki bir grupta alakalı ne kuyuluk derisi yukarı kullandı ki aşı tuş kaldı ne aşı sekreteriyeti zaten alakalı nispetten turalmay. Demek ki bu maydeken de biz onu ne yapamadık hem ikinci katım tecrübe kıldıgan gibi aşı hayvanı tecrübe kılış için mi etik kurulu diyen etik ruhsuz eliş gerek hem de aşınımı cık nime ağıl olmaydı cık hayvanı biz tecrübe kıldığımızda aşınımı bu hayvan mı bir canlı analık köygen mançı hayvanı ben kılmende kığıl olmaydı dep unumaydı şununla ikinci katım aşı bizimki kılgan formalarının içindeki aşı birisi nemini biz yok kılıp ettik ondan keyin başka yaxşı oğallarını sınav kılgan vaxtıda mı şu başka demeninki dümbüsüge neme kılıp işlettik şuluğumu hemmini tushundirib, ondan keyin shu ruxsat, bütün shu Nametjon doktor deganga o'xshash bütün rasmiyatni qilib bo'lgandan keyin bu kelib chiqish ehtimoli bo'lgan bütün ahvolning hammasini nima qilib ma'qul degan vaqtida, qo'l qo'ydigan vaqtida hatto biz hadiya berib turib ashuna qilganmiz biz. Shunga bu kishi emas odatda. To'g'ri, to'g'ri. Hey, haqiqatan ham de deganinglardek yani bu mushu icraatının özü Xitayning qanchalik darajadagi bir vahshiy maxluq ekanligini dunyoga ichib bas kerak hamda haqiqatan bu oldidagi inson mu hamda u sinoq uni ustiga bu insonning degan yosh qeyrisi bo'ldi o'g'il qiz kichik bola hatto shu videolarni qisqa videolarni qarasa inson ichida hamda birisiga chinida birisiga piyolada xudo ko'chada mahallada masjid sotadiganlar va yezlarda Aşı yoğan çelek nime harvo qaçlap kelip xuddi bir narsa satqandek kelib saqchi bilan bilmay kelib majbur ustida qarab turib ichkuzishi hamda haqiqatan insonlikni dafsanda qilayotgan inson huquqi hech bir narsani ko'zga ilmaganligini dunyoga ichib bermoqda hamda haqiqatan Rabbim inshaalloh bu tajovuzchilarniki bu vahshiy niyatini bu bedenning yaratquchisi bo'lgan Alloh xalqimizni saqlab qolsin ish qilib bu ko'rinishlar bugungi bir davrda yuz berishi bir inson aqli qabul qilmaydi haqiqatan. Oxirgi kelib qoldik programmamizniki hamda shu hurmatli Nametjon shu navbatda muhojiratdagi xalqimiz nimalarga diqqat qilish kerak bunda ikkinchi bosqichda davr qilayotgan kuchayotgan bir bosqichga keldik. Xalqimiz nimalarga diqqat qilish kerak buni sizga javob olsak. Ulardir eng muhim nuqta shu. Bu kasal tugimadi, kuchayyotdi, kundan kun ko'payyotdi. Bundan avvalda amaliy amal qaraydigan bo'lsak, bizningki qarindoshlarimiz bek rohatlashib ketdi. Xuddi bu kasal yo'qdek, o'zining xohlaganini qilgan holatga kelib qoldi demaganda.
Endi buni uchun nima qilamiz degan vaqtimizda dunyoning hamma yerda o'xshashlam oldini olish tadbiri eng muhim. Bunun ichida dunyoning hamma yerda birlik kelgan usul var. Qo'lni sopun bilan yoki dezinfeksiya bilan pat-pat yuvib turish, maskani taqash, bundan keyin araliq saqlash bir-biriga. Agar shu uch narsa muvofiq shaklda bo'ysunsak, amaliyot bu kasallikdan uzoq turishimiz tamamen mumkin. Qanday qilamiz endi odamcha o'lashga yerga bormaymiz. Borgan chog'da araliqimizga alohida diqqat qilishimiz kerak. Undan keyin shu qo'l elish kurashmasligimiz kerak. Hozir qo'l elib kurashish boshlanadi. Ayollar qachon teqib kurashishga boshlanadi. Buni yani bir mezgil takip mushkilsel tükçe uzoq turishimiz kerak. Undan keyin bizning yana bir diqqat qilgan ahvol odatlanib qolgandan keyin darhol bir odam kelib qo'l elish kurashishga ahvollar bor. Bundan kurashga vaqtimizda hech qanday qilmay darhol berib qo'limizni yana so'pilab yuvitishimiz kerak. Buni unutmasligimiz lozim. Chunki biz unutib qilib bir odam o'tirib niyoz yuvadigan chog'da ba'zan tutib qolishimiz mumkin. Tutgan vaqtimiz, shu uyga kirgan vaqtimiz uyda kichik bolalar bo'lishi mumkin, boshqalar bo'lishi mumkin. Ular uyatib qolsa yana yuqilib qoldi. Bundan keyin maska taqashga sal qarashga tey bo'lmaydi. Maska hozir majbur hamma yerda Turkiyada, boshqa davlatlarda massasi majbur bo'lgan davlatlar bor, lekin ba'zan davlatlar ixtiyoriy. Ammeviy ya kirmasa taqmasin bo'ldi deydigan. Lekin cho'qim buni taqishimiz kerak. Havo sovib qoldi hozir. Taqsak hech bo'lmasa issiq tutadi. Yozda nefes olmayman degan qarindashimiz bor, endi unda bahonim qolmadi. Bundan keyin shu uyning havo almashtirish bek muhim degan to'p. Hozir havo sovib qoldi, qarindashimiz derisi qach taqib olmay, havo sal isib qolgan chog'da ancha-muncha derisini ichib havoni almashtirishni unutib qolmasligimiz kerak. Havo sovdi, men derisini açsam uy sovib ketadi deb buni sal qarsak olmaydi. Yana birisiga meniki yana diqqat qilgan bir nuqta, bu shu kichik bolasi va oilada buvoq bo'lsin yoki kichik bola bo'lsin, bu shu meni siyib qo'ysa kiyimini jumaylam qarga yeb qo'ydigan. U qarga yeb qo'ysa uyga kirsin sudib turaydi. Bu sudib tursa mayli. Bu vaqtda nurg'un kasallik paydo bo'ldi. Bu viruslar emas. Shunlashqa buni diqqat qilish kerak. Endi qish kelib qoldik, sirtga yayg'ilolmaydi, balkon yayg'ilolmaydi deb parno to'kib tashlab qo'ymay, cho'qim siyib qo'ygan ishtallarni chiqarib darhol u balani yuvish va u siyib qo'ygan narsani yuvgandan keyin undan keyin yeyish kerak. Bu biz diqqat qilmaydigan ishlardan biri ekan, bu boshqa kasalliklarga sabab bo'ldi. Oilik ham odamniki kasal bo'lishga sabab bo'lgan muhim nuqtalarning biri. Undan boshqa shu tomoq etgan vaqtimizda mumkin bo'lsa bu birazdan keyin bu kesiblarni bo'lgan doktor Mahburatni cho'qim deydi deb o'ylayman. Bu shu virus qarshi turgan sekuktatlarni ko'proq ishlatsak. Masalan, samsoq deymiz, undan keyin zencivil deymiz, uni o'xshash narsani ko'proq ishlatsak, hech bo'lmagan joyda virus qarshi turish immun sistemamizga kuchlantirishga foydasi bor. Yana desak, yana shu bu to'g'risida biz ayrim programma qilgan, bu to'g'risida biz qo'llanib chiqargan qarindoshlarningga shuni qaytadan yana o'qib chiqishini, qanday oldinish to'g'risida to'xtamay material ko'rib turishini. Chunki bu kasallikka yana bir nachar tarafi hozirgacha shu kasallik alomati texnicha muqimlashmagan kasallik. Dastlabki vaqtda chiqqan vaqtimizda degan to'qmanda alomati bor edi, lekin hozir ko'payib ketdi. Eng oxir qitilgan narsa nima degan joyda yemek yesa ta'mini tetolmaydigan, bir narsaniki furqin ololmaydigan ikki xil alomat qitildi. Bundaki yana nimalar qitildi biz uqmaymiz. Shunlashqa buni sal qaramay, cho'qim oldini olishga alohida diqqat qilsak, chunki bizning hozir xafalık ko'taylik havolimizmi yo'q. Zaten xafaligimiz yetishib qoladi. Hech bo'lmasa o'zimiz qila oladigan ishning birisi o'zimizniki salomatligini qo'llash qo'simi kuch chiqarsak degan. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Ahırda doktor Mağfiret Hanım'dan hem de her qandaq xalqimiz uyda o'tirib tayyorlaydigan mesela şu Xitoy virusiga qarshi uyda tayyorlig'i bo'lgan Uyg'ur tibobati retseptlari haqida biraz gap qilsangiz shuni tugasak programmani. Endi Uyg'ur tibobatchiligida shu kasallikni oldini olish ham immunitet kuchini oshirish nihoyatda muhim. Kasallikni oldini olishda so'zimiz ham so'zlangan bo'ldi. Ondan keyin uyimizni achchiq suv bilan samsaqni achchiq suvni qaynatib samsaqni nima qilib ham buslaydigan ish, adrasman, sandal deganda bo'lsa topalsak, shunda buslaydigan ishni qilib, nihoyat havosini yaxshi tutib nima qilsak,
Ondan keyin yemeklerimizde samsak, piyaz, zencefil, ondan keyin bek ısık mijazi olmaya qilib qalsak mesela zencefil bilen zeytininki ısık ve kıraklığında samsak şunda başlaması. Miktarda yep nima qilib bersak. Şunun bilen birle ben şu burunmu Nametcan doktor, ondan keyin Gülpiye doktor bilen birle bir material tayyorlagan emelerge taqatqa yengim şu koronavirus başlangan vaqtida. Aşonda da yazgandik. Ondan keyin kinim bir makalam çıktı Türkçede. Yakında sabah gazetesinde yeni bir makalam çıktı şu. Kızılgül hem nimeninki naneninki, pinneninki. Aşçıyı şuna yaxşı. Hem oksijenini çıkarıştırılgan var hem onun üstüge şu naneninki mu nimege faqatlamını aşqazanını yaxşı işlem emas. Öpkege ait yaxşı faydası var. Ondan keyin makiseldinim men şu yazgan näsrimden burundan qilgandim şu vitamin D kamlap ketgan vaqtida asan üstünki nefes yollarınınki yuqumlanishi asan paydo bo'ldi. Hozir mıcık maqala chiqdi buningda. Vitamin D, vitamin C, hem de vitamin D, vitamin C degan vaqtimizda onunki miqdori o'xshamaydi mesela. En köp bo'lgan vaqtda vitamin C'ni 3 gramgacha yeyib bo'ldi. Mesela men o'zim 2 gram atrofida yedim. Bir oy yeb bo'lgandan keyin biroz to'xtatib, undan keyin yeb nimqisi bo'ldi. Onun keyin şu samsak kapsülü ya bo'lmasa quercetin deydigan bir nima bor. Uni o'simlikdan tayyorlangan. Onun keyin yeşil yemekler, yeşil ko'ktatlar, şu meyve-çeviler, aşılanmayı köp yepiriş lazım. Uyghur tibbiyotning doğruları hem de rasketni qilgan vaqtida hozirgacha vaksin chiqmagan o'xshash. Virusunki darisini chiqmadi hech qanday bir yerda. Mushu zot paydo qildi deyolmaymiz. Lekin shu alomatni yaxshilab yaxshilanayotdi va nimada. Har tibbiyotning doğruları bor buning ichida. Bizning Uyghur tibbiyotchilikninki doğrularına yaxshi unum beryapti. Men o'zimni beysam, shu kekik yig'i deganini, undan keyin shu ba'zi zukam javhari o'yu şu makalamızı degan oldidagi nimada yozgan hamma narsani uyimda men ham bor. Sal belim og'rib, sal oyni bo'lib qolgan vaqtida men yeyman shuni. Ama az zindan hem bir og'rib qo'g'chilam kelsimi, doktorxonaga tekshirmaydi ekan. Tekshirtiman debmi saqlasak balki yuqtirib qilishimiz mumkin. Eng yaxshisi bu virusmi bo'g'zimizni ba'zi Çıkın etrafta tuğan bo'lgandan keyin burnimizni chaqaydigan, belimizni chaqaydigan, og'zimizni chaqaydigan şu sirtinki yandan shunun nihoyat ahamiyati bor. Mush kekik yig'i nima shu sal qaynoq suvga temitib, shuningda o'rdanib nima qilsakmi, buni mayliqi virus qarshi roli bo'lgandan keyin nihoyat foydali. Shu qism dorilarni yenimizda uncha-muncha qo'yib qolib, masalan, Mutalib hojimlar, Qurbonjon hojim, Eminjon hojim Mehmet Kasım Bilge degan Felicik hem ismini yapamamayım. Aşırı yasab etipti, Allah razı olsun. Hem de şunun darisini elip nima qilaman deb men so'rab turishim emas maqsadim. Yenimizni tug'ay yaxshi. Sel etrafimizga namlashdan kasal bo'lganda yesakmi ham bu hozirgacha masalan zukam javhari deymiz. Zupa javhari deganninki tadqiqot maqolalarimni jo'q ko'rdim, men maqolalarni yozdim. Eks ta'sirninki nihoyat az bo'lganligi ne yazıqlığım bəzən əks təsir görülmədi degan. Bunda olğandı ki, yenimizi bulab qalsımı, sel özümüz kiçinek rahatsız qalqan vaxtımız dərhalla məliqi viruslar yuqumluqlan bir də nalıqda temperaturumuz örləb nəfəsimiz dərhal sıxılmağandı ki, şu vaxtda deyivətqanmı yaxşı deb oylayım mən. Ondan ki, mən gulqan, pinni gulqanımı dedim. Bununkini bu koronavirus şeker bek amraqken şeker bek çıqılması gereken bununkide. Diyabet keseli ve başkalığı elbette dikkat ediş lazım. Ama meselemi nait halklık bir mesele. Şunun için muşuna nesilde immünit gücümüzü aşırı doğru geldi. Hem de ben şu sabah gezisi ilan kılgan makalada olsun ya konusu üzerinden makalamda olsun jurnal ilan kılgan. Aşağıda nurgun nesilini yazdım. Hem de bunu toxtuma ilgili olmadan dekken almıştırıp bazı işletsek buludu. Ben üzerine cümlede sırtınki gel vaxtımda şu nemini işitmeyliqi kekik yig'i var. Kekik yig'ini u nima bilan nima qilib boshqa bir ishki yog' bilan birlashtirilgan yaxshi o'lchamli chet eldan kelgan yog'di u. Shuni nimaga
tilimni astığı temitmemdi. Sıkışka vaktında. Hem şu kol yuş deymiz, maske takaş deymiz diye vaxtıdı mı hem de bu maskeni çıkarım takaydı iken, lekin aç takagan maskelerini tutup, burnunu tutudu iken, közünü tutudu iken, yancı kısaldı iken, somkası kısaldı iken, hem bunda kılsa faydası yok ana. Dedim ya somkadım 20 gün turdu iken aşı virüs. Bunu bunda kılgandan kere takmagan mı yaxşı böyleyim ben. Onun iken aşı yüzlerimizi yuğa vaxtıdımız, sulayalım ki tedağan neyse olmagan iken, aş antibakteriyal dep demesi var sopumba. Şunu nima qilibmiz qo'lrimizga koloniya va Turkiyada himmatmamiz. Uningki antibakteriyal 99%lik. Shuningki nima bor? Qog'oz bor. Yoki bo'lmasa spirtli ba'zi narsalar bor. Ham shu narsani surkab, diqqat qilsak bo'ldi. Uningki mush kiyimlarimizni sirtdan kiygandan darhol uyga o'sha kiyim asqishga esib qo'yib, yana takror uni nima qilib qilmayman. Sumkam nima masalan shu nima teshib qilib qo'yman. Bugün işletmeme, ertesi işletmeme bir gün tutsun deyip, ertesi tam çıkıdığın işim bulap kayıp kalsa, en azından 1-2 saat tekşi turuş lazım sonukuma. Hani kiyimlerimiz şunda buluş lazım. Makışlık kış kep kalgan ki hem de bu kıştan da acı kalmıştırdığın kiyimimiz olmaydı normalde. Bunu hem de naiti bunu tek mehmiyet versek burada şu olmayı şu sırtın kırıplam esip koyduğun emez. Olsa şu balkonlarımızga, yakomuzda esip koysak mı balkon yok öyle mi var? Şu ayrımırak yer koyuyor. Bu bir işki kiyimini bir almıştırıp sırtta giygen kiyimlerimizi kısaldım. Şu maske işi de var. Uya bir yere atılgan işini kırmay. Şey kısak buldum. Şu sabah gezdi de yapımızı makalada yağımızı Nametcan doktorla yazgan nimini biz kayıt Facebook'ta manimige evet böyle. Şu programın astığa. Bulap kayıp kalsa şunu tepip kısalını buldu. Boldu. Şu programın astığa inkas şekilde yazıp koyalım onda olsa. Makalının uluneşini. Köp rahmet, Allah razı olsun. Ayeti güzel fikirlerini badana Allah razı olsun. Kıymetli vaxtınlarını çıkarıp. Allah razı olsun. Kadirli körülmelerimiz, iki aziz mekimimiz Dr. Nametcan Mehmet Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Medisina Fakültesi okutukçusu. Şundakla Dr. Mağfiret Abdüveli İstanbul Səhiyyə Bilimleri Üniversitesi okutukçusu idi. Kıymetlik bilimlerden paydalandık. Şununla göre dikkat kılıp iş tutuşumuzu ümit kılımız inşallah. Rabbim en tez fırsette bu Xitay vabasını, Xitay virüsünü üstümüzden kötürüp ötüp bu necisliklerin hemmisini dünyaya tartıp atkan, halkımızga şunçu valla iğir zulümlerini silip atkan Xitay'ın özünün beşiğe bala kılışını dileyimiz. Yeni bir katılmak söhbette görüşküçe aman boğaçlar sizlerinki sualınlarımı yazgan uççularınlarımı çıqqanlık üçün biz söhbetinin, bəlsinin söhbetinin 5'i dep olduk. Keyin kirgenler üçün. Şu edin körülüşüne ümit kılımız inşallah. Kiler katın programımızı görüşküçe aman boğaçlar. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi Teala ve Berekatuhu.